Bolalar bo'lmasa bugungi darsimizni ham birinchi qismimizda bu kirish qismi bo'ladi. Asosan tanishuv darsi bo'ladi. Sizlar bilan oz-moz kichikroq formalar bilan ishlab ko'ramiz. Bu kirish qismida birorta narsa, misol uchun aytaylik, Revit'da o'zini noldan o'rganib chiqib ketmaysizlar. Birinchi darsda o'zida biz faqat tanishtiruv darsi bo'ladi. Revit haqida qisqacha gapiramiz. O'zi BIM texnologiyasi nimaga kerak, qachon tashkil topgan shu texnologiya, kimlar ishlab chiqqan, O'zbekistonga qachondan kirib kelishni boshladi, nega aynan BIMga o'tish kerak, shular haqida gaplashamiz. Ya'ni biza Revit'ni o'rgatishdan oldin avvalo o'zi BIM texnologiyasi nima, u qanaqa ishlaydi, tartibi qanaqa, bularni bilib olishimiz kerak-da. Tak, o'zi BIM haqida tushuncha bormi bo'lasizlarda? BIM haqida tushuncha bormi? Uncha emas. Aynan. Qanaqa tushuncha bor? Hozir men bitta link tashlab yuboray, kanalga ham bolalar so'ragan ekan. Bo'ldi. Qanaqa ma'lumotingiz bor? Aynan. Yana qanaqa? Yana kimda ma'lumotlar bor bolalar? Bemalol tortinmasdan gaplarish kerak. Aytib qo'yaylik, bu gruppaga qo'shilgandan keyin studentlar umuman uyalish kerak emas. Tortinib, savol bermasdan hijolat bo'lish arziydigan narsa emas. O'shaning uchun umuman tortinmasdan bemalol savol beringlar. Balki xato bo'lishi mumkin savolingiz, lekin muammo yo'q. Tortinmasdan, chunki baribir vaqt sarflayapsiz, moliyaviy tomondan anchagina mablag'ingiz ham ketyaptimi? Demak, o'rganish kerak, qo'shimcha savol beraverish kerak. Misol uchun, men agar bilmasam, siz bergan savolingizni javobini bilmasam, men harakat qilaman naborat, ko'proq ma'lumot o'rganib kelib, sizlarga o'rgatishga-da. Bo'lishi mumkin, chunki men bilmagan ma'lumotdan juda ko'pda haligacha, chunki o'zimiz ham haligacha ko'p narsani o'rganamiz. Arxitektura sohasi chunki chegarasini bilib bo'lmaydi. Qanaqa darajada olib ketishimiz mumkin, oxirgi cho'qqisini bilolmaymiz haligacha. Tasavvur qilinglar, 2000-yildan umuman 20-asrdagi arxitektura bilan 21-asrdagi arxitektura yer bilan osmoncha farqi bor-da. Umuman olganda arxitekturani birinchi qadami qachon boshlangan, qanaqa qurilish mahsulotlaridan tashkil topgan deb o'ylaysizlar? Tak, men bu qoldim negadir? Так, что hozir bar eshitilyaptimi bolalar? Blokka qo'ysa Telegramni otib yuborar ekan vaqti bo'lgandan keyin. G'alatiroq ekan. Tak, mana bo'ldi, hozir ochib olaylik ikkinchi gruppani ham. Nima deylaysizlar? Arxitekturaga o'zi ilk qadamlar nimadan boshlangan? Arxitekturaga talab o'zi nimadan? Nimaga odamlar o'zidan o'zi qurib ketishadi, misol uchun talab? Nima deysizlar? Birinchi qadamlar qanaqa boshlangan? Mana agar qo'shimcha savol bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, qo'l ko'tarsanglar, ochamiz mikrofonni. Tak. Mayli. Tak, umuman olganda arxitekturani rivojlanishini biz oxirgi qismini ko'ra olmaymiz. Misol uchun aytaylik, shu 20-asrdagi proyektlarni ko'radigan bo'lsalar, loyihalarda umuman boshqacha texnologiya, boshqacha arxitekturaviy badiiylikni ko'rishimiz ham mumkin, lekin hozirgi zamonda 21-asrda nima urg'u beryapti bolalar? Qanaqa narsalar, qanaqa stilistika urg'u beryapti arxitekturani yangi cho'qqisiga, nima deysizlar? Nimani ko'rsanglar, qanaqa binoni ko'rsanglar, 21-asr deysizlar, misol uchun. Bolalar? Asosan energiyani tejashga qaratilib hamma bor. Oldingilariga qaraganda hozir minimalistikka qarab ko'proq ketilyapti. Bu jihat ham bor yanacha. Qaysi stilni ko'rsak, 21-asrda ko'ramiz. Nima deysizlar shunga? Tortinmalar bola qolganlar ham bemalol savol beraversin. Mana shu darsga hozir qo'shilayotganlar ham tortinmasin, savol beringlar. Umuman olganda bionika, organika deymiz, misol uchun bionika uslubidagi formalarni ko'rsak, ko'proq 21-asr, ya'ni zamonaviy o'sha stillarni ko'radigan bo'lsak,
21-asrda ko'ramiz, lekin 20-asrlarda qaraydigan bo'lsak va uni ham oldingi asrlarda ko'radigan bo'lsak, ko'p loyihalarimizni umuman olganda hozirgi zamon, ya'ni Zaha Hadid bilasizlar, Zaha Hadid loyihalaridan ancha orqada qolgandek ko'rinadi. Ba'zi bir arxitektorlar, ya'ni nomi yuqori bo'lgan arxitektorlarimizdan o'zi ham tan olishadi, Zaha Hadid dunyoning eng kuchli arxitektori sifatida ko'rishadi. Lekin aytib bo'lmaydi, dunyoning eng kuchli arxitektori, masalan, Norman Foster yoki Zaha Hadid yoki kabi yonmaymiz. Chunki har birini ishlagan loyihalari o'ziga yarasha qanaqadir durdonada, ya'ni takrorlanmaydigan o'zini stili bor, har bitta arxitektorning o'zini. Xuddi shunaqa zamon rivojlanib ketadigan bo'lsa, ya'ni balki keyinchalik Zaha'ning loyihalari ham o'tmishda qolib ketishi mumkin-da. Tushunarli-a? Bu jihatlari bor. Sizlarga men tavsiya qilaman, faqat Revit'ni o'rganishdan yoki arxitekturani biza o'rganarkanmiz, chuqurroq kirib borishimiz kerak, ya'ni ham eski arxitekturaga. Misol uchun, qadimgi arxitektura, Yunon arxitekturasi, bularni ham bir o'zingizlar mustaqil ravishda darsdan tashqari ko'rib o'rganib chiqinglar. San'at tarixi degan fan bor. Menimcha hozir maktablarda umuman bo'lmasa kerak. Faqat san'at litseylarida bo'lganda shu fan. Bu fan juda kerakli fan arxitektura uchun. Hozirgi kunda universitetda san'at tarixi mas'ul yo'nalishga kirish, arxitektura tarixi va nazariyasi degan fanlar borda. Tak, bilmadim nega o'tib boryapti bu. Hozir настройка. Ovoz eshitilyapti bolalar? Bo'ldi, blok to'xtashadim. Telegram blok qo'yiladigan bo'lsa, cho'ta chiqib qolar ekan 1 minutdan keyin. Eshitilyapti ovoz? Ha, eshitilyapti. Bo'ldi. Yoki o'rnashlar o'rtada shunaqa ovoz uzilib qolish holatlari bo'lib turibdi. Tak, bo'ldi. Davom etamiz, ha? Tak. Bu stillar o'rganib chiqishinglar kerak. Sizlar qaysi stillarni bilasizlar, bolalar? O'zingizlar uchun, misol uchun, hozirgi kunda dunyo miqyosida deylik, eng ommaviy stil qaysi stil? Sizlar uchun eng optimal stil qaysi stil bo'lishi mumkin? Nima deysizlar? Sizlar uchun? Klassik minimalizm hozir. Uni o'ymaydigan stil sifatida ko'rasizmi, klassikani? Endi shunaqa stillar bilaman. Qaysi stil bo'lgani ma'qulroq deysizlar dunyoda? Ko'proq bo'lgani ma'qul, lekin shunga talab kattaroq deysizlar. Nima deysizlar shunga? Xursand, yaxshimisiz? Siz nima deysiz shu savolga? Xursand. Cho'ta eshitmayaptilar deyman, xursand. Mayli. Tak, hozirgi kunda aniq bir stilda aytishimiz qiyinroq, lekin men o'ylashimcha, bionikaga talab ko'proq. Bionikani nisbatan ko'paytirgan ham ma'qulroq, lekin qanaqa binolarda asosan sanoat, jamoat obyektlarida qo'llagan ma'qulroq variant. Lekin turar joylarda bionika stilni qo'llaydigan bo'lsak, nisbatan moliyaviy jihatdan ancha og'irlashib ketishi mumkin. Bu jihatlari ham bor-da. Buni hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni stil masalasida aniq bitta stilni biz qolip sifatida qo'yib bera olmaymiz. Chunki hammada did har xilda. Bu jihatlarni ham hisobga olishimiz kerak. Sizlar demak, loyiha ishlash jarayonida o'zingizlarni bitta tanlangan stillar bo'yicha proyekt qilolmaysizlar har doim hamda. Ya'ni shunaqa momentlar keladi, sizlar klient tomonga yo'nalishingizni berib borasiz. Ya'ni bitta stil bilan biz hech qachon keta olmaymiz. O'shaning uchun imkon boricha vaqt sarflaydilar stillarni o'rganishga hamda. Ko'proq misol uchun bizda bo'ladigan minimalizm, modern bor, high-tech stillarimiz bor, klassika, neoklassika bor. Lekin 5 ta stil bilan har doim to'liq proyekt qila olmaysizlar. Stillar juda ham ko'p-da. Misol uchun bilishimiz kerak bo'lgan men yoqadigan stillardan biri romanskiy stil. Loft uslubi bor misol uchun. Bularni ko'rib chiqinglar imkon boricha. Tushunarli? Stillar umuman juda ko'p. 100 dan oshiq stillar bor. Lekin ba'zi bir stillar, ma'lum bir stillarni qo'shilgan holatdagi mix bo'lgan holati ham bor-da. Buni ko'rib chiqasizlar. Uyda endi sizlarga topshiriq bo'ladi, taxminan 7 ta darsgacha stillarni o'rganib chiqishingiz kerak.
ya'ni arxitekturadagi eng ommalashgan stillarni ko'rib, o'rganib chiqishingiz kerak. Men buni imkon boricha spiska qilaman. Eng bilishinglar shart bo'lgan stillarimiz bor. Bularning spiskasini tashlab beraman. Ko'rib o'rganib chiqasizlar alohida. Bu darsdan tashqari bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Tak, endi boshlaymiz. Tak, Revit dasturini o'rganishda birinchi hisobga olishimiz kerak bo'lgan narsa bu bizda shablon masalasi borda. Mana bu Revit ko'rishinglar mumkin. Men ba'zi proyektlarni ochib qo'ydim. Mana bu hozir gruppada ham bor. Ko'p kuzatib turgan qo'shimcha ishi, Xursand degan qo'shimcha ishi ko'rishinglar mumkin. Buni listlari ham o'zgarishi anchagina ko'pda. Bu yerda sizlarga boshida aytib qo'yay. Revit dasturi juda murakkabdek tuyulishi mumkin, lekin umuman olganda unaqa qiyin narsa emas. Revit dasturi murakkab emas aslida olganda. Ya'ni bu yerda sal chuqurlashadigan bo'lsa, Revit ichiga ozroq kirib olsangiz, Revitni o'zi sizni tortib ketadi ichiga. Ya'ni bemalol tortib ketadi. Misol uchun AutoCADda misol uchun kimdir zo'r ishlasa va o'zini misol uchun aytish mumkin-da, men AutoCADdan boshqa dastur unaqa tez ishlayolmayman. Lekin agar o'sha odam Revitni o'rgansa, unaqa o'rganish ham emas. Bir oy oz-moz uchun titkilab ko'radigan bo'lsa, o'sha AutoCAD ishlamaydi. Ya'ni bizda shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Men AutoCADda olingan polymodeling qilardim, AutoCADda 2D bilan chizardim. Lekin Revitga ozroq o'tgandan keyin o'sha AutoCAD unutdik. Chunki qulayliklari bundan ancha ko'p-da. Tushunarlimi? Bu yerda instrumentlar ko'p, har xil yozuvlar, qanday knopkalar bor-da. Bularga hozir unaqa chuqur kirmaymiz. Bularga unaqa ortiqcha vaqt sarflamay turasizlar vaqtinchalik. Buni biz ketma-ketlik bo'yicha o'sha etaplari bilan ko'ramizda. Birdaniga bitta proyekt olib biz noldan ishlamaymiz. Biz bu kurs uchun proyekt tayyorlaymiz. Xudo xolasa ertaga ma'lum bo'ladi, chunki u proyektimizni ham men imkon boricha real proyekt bo'lishini istayman. Oldingi gruppamizda biz ishlagan proyektimiz haqida ma'lumot borasizlarda. Tak, hozir men ochib ko'rsataman. Timur aka TJM bo'lishi kerak. Timur aka. Mana. Sizlardan oldingi gruppada biz mana bu proyekt ishlaganmiz. Bu klassik uslubda ishlangan. Loyiha hisoblanadi. Bu ham real loyiha. Adashmasam bu Farg'onada qurilishi kerak. Aniq esimda yo'q. Vodiy tomonlarda qurilishi kerak bo'lgan proyekt va bloklari bir 20 ga yaqin blok bor adashmasam. Tak, mana shu ko'rsataman hozir sizlarga. Mana bu loyihani biz mana gruppada ishlaganmiz. Bitta oldingi sizlardan o'sha bitta oldingi gruppada xuddi shu loyihani noldan ishlab chiqqanmiz. Tak, mana yerda ten bor, yoqib qo'yamiz hozir. Anorosdagi tasavvur uyg'onish uchun ochib qo'yamiz. Tak, mana ko'rishlar mumkin. Murakkab obyekt. Bu klassik ishlangan. Buni biz planirovkasini qilmaganmiz. Bizga planirovkasini qilib, eksterior dizaynlarni qilib, tashib berishgan. Foto render va planirovkasini berishgan. Biz o planirovkani ochib, kamchiligi bo'lsa to'g'irlaganmiz va arxitektura chastini noldan ishlab chiqqanmiz. Ko'rishlar mumkin. Xuddi shu proyekt noldan ishlangan. Sizlarda ham biz xudo xolasa shunaqa murakkablikda, balki bundan ham qiyinroq bitta variant tanlaymiz. Xudo xolasa ertaga ma'lum bo'ladi. Hozir ya'ni ruxsat so'rayapmiz. Ya'ni firma rahbaridan ruxsat so'rayapman. Xudo xolasa ruxsat berishadi. Ertaga javobni olganimdan keyin sizlarga men foto ko'rinishlarni tashlab beraman proyektni. O'sha loyihamiz bo'yicha keyin planirovkasidan tortib 3D ko'rinishlargacha chizib chiqamiz. Buni to'liq bu yerda listlarga joylab chiqamiz. Ko'rishlar mumkin. Общий данный berilgan bu yerda sxema ko'rovkasi, qo'shimcha ma'lumotlari, bu yerda to'liq fasadlari, misol uchun razrezlari hammasi berilgan. Bu yerda o'sha proyektda nima kerak bo'lsa, hamma chizmasi ketma-ket ochib berilgan, ko'rishlar mumkin. Tushunarlimi? Bu sizlardan bitta oldingi gruppada ishlangan loyihada. Bu Temur aka degan odamning loyihasi. Buni ham ruxsat so'raganmiz. Sizlardan gruppada ruxsat so'rab, bu proyektni noldan ishlab chiqqanmiz. Buni ko'rishlar mumkin. Demak, sizlarda ham xudo xolasa bitta proyektni noldan tanlaymiz. Endi BIM haqida oz-moz gaplashsa yaxshi bo'lardi. Demak, BIM o'zi nima ekan? BIM haqida yana fikrlar bormi, bolalar? Bir kishida masalan fikr bo'lganda, nima deysizlar? BIM o'zi nima ekan? Fikrlar bormi? Bolalar? Bolalar, tortinmanglar, imkon boricha savollar bilan dars o'tadigan bo'lsak, bu o'zinglar uchun yaxshi-da. Ya'ni ko'proq ma'lumotga ega bo'lasizlar, xudo xolasa. Tortinish kerak emas. Fikrlar bo'lsa aytinglar. Eshitaman. BIM bizlarni ishimizni yengillashtirish uchun faqat ishlanar ekanda, tushunishim bo'yicha. Ya'ni qanday yengillashtiradi ishingizda? Hamma tomonlama, razrez tomonlama, fasad tomonlama, to'liq infratuzilmasi tomonlama, hamma tomonda yengillashtirib berar ekan, tushunishimcha. O'zi BIM nima deysiz, BIM?
nima aslida? O'zi BIM degan termin nima o'zi bu? BIM degan terminni umuman qiziqmaganman shu paytgacha, to'g'risi. Mhm. Revit'da yaqinda qiziqib o'rganib kelishni boshlaganman. Mana endi xudo xohlasa siz tushuntirib berasiz. Mhm. Tak, tushunarli. O'zingizga aytsanglar yaxshi bo'ladi. Ha, birinchi shu fikrlarni bilib olsak yaxshi-da. Har xil fikrlar bor, o'shani bilib olsak. Lekin bolalar tortinmaylar, qaytadan aytyapman, umuman o'rganish kerak emas. Tortinmasdan bemalol fikrlar bo'lsa, aytaveringlar. Xato bo'lsa, to'g'ri ketamiz. Unaqa xato fikrlar bizda ham haligacha bo'lib turadi ishxonada. Misol uchun, biz proyekt ishlash jarayonida bizdan katta yoshlik arxitektorlar bor, giplarimiz bor. Ular bilan maslahatlashib birga ishlaymiz-da. Ya'ni o'zimizdan o'zimiz bitta proyekt tanlab, noldan ishlab keta olmaymiz-a. Ishlaymiz, lekin uni texnologiyasi balki farq qilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bizga kerak bo'lsa, faqat injener bilan emasda, overvakashnik ham bor-da. Ya'ni atoplayni, ventilyatsiya tizimlari ishlaydigan mutaxassislar bor. Bular bilan ham maslahatlashamiz. Elektrik maslahatlashamiz kerak bo'lsa, hamma mutaxassislar yig'ilgandan keyin maslahatlashib bitta yaxshi proyekt chiqazamiz. Xuddi shunday ekan, sizlarda ham savollar bo'lsa, tortinmanglar. Bu savollar kelajakda o'ziga yordam beradi va ish jarayonida ham yaxshiroq samara ko'rsatishga yordam beradi. Endi demak, bizda BIM degan tushuncha bor va o'zi bu aslida nima? BIM aslida nima? Ya'ni mana BIM degan termin o'zi nima ekan? Shuni bilishimiz kerak. Ya'ni siz aytaylik, Revit'da o'qiyapsizlarda, Revit kursini tugatgandan keyin birorta savol berganda, o'zi BIM nima ekan deganda, indamay qolishinglar kerak emas-da. Bemalol tushuntirishlar kerak. BIM aslida nimaligini ochib berishinglar kerak-da. Tushunarlimi? Tak, BIM aslida nima? Bu birinchi savol va yana bitta savol bor. BIM qanday ishlaydi? Mana buni tushunganimizdan keyin nimaligini, mana BIM texnologiyasini qanday ishlashini biz bilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, BIM texnologiyasi bu Building Information Modeling, ya'ni bino ma'lumotlarini modellashtirish degan ma'noni beradi. Ya'ni umuman o'zbekchada bino axborotlarini modellashtirish degan ma'noni beradi. Demak, aytaylik siz qanaqadir kod yozar ekansiz, bu kodlar ma'lumotlarni bu texnologiya modellashtirib berar ekanda. Shunaqa tushunishimiz ham mumkin bo'lganda, lekin salgina farq qiladi. Bu endi kitobiy tilda sal chiroyliroq qilib BIM degan, hozir Rossiya hududlarida TIM degan texnologiya, ya'ni u ham TIM ham shu narsa, bir xil. BIM faqat tarjimada TIM deb chiqdi va 1-sentyabrda to'liq ishga tushyapti. Ya'ni Rossiya hududlarida to'liq BIM texnologiyasi bo'yicha qaror qabul qilindi. Endi hamma proyektlar BIMda olinadi, lekin Rossiya hududlarida 10 yildan o'tib ketdi-da. Ya'ni BIM texnologiyasini ishlash vaqtlari 10 yildan o'tdi. Bizda hali endi 5 yilga borgani yo'q. 19-yilda boshlangan. U vaqtida 19-yilda o'rganish boshlangandi, kirib kelish asosida boshlagandi. Lekin haligacha bizda O'zbekiston hududlarida mana 30% ham egallamagan bo'lsa kerak BIM texnologiyasi. Demak, BIM texnologiyasini sizlarga taqqoslab tushuntirib bersam, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Demak, bilamiz bizda Sapr bor, ya'ni AutoCAD va Revit degan programmalarimiz bor. AutoCADni bilasizlar. AutoCADda biza bilmaganlar uchun aytamiz, AutoCAD bu 2D sistemada ishlaydigan programma. Revit bu BIM texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydigan dastur. Mana bu AutoCAD Sapr sistemasida ishlaydi. Demak, AutoCAD zo'r deb turib, Revitda ishlab ko'rmaganlarga Revitchilar reaksiyasi bu. Tak, endi tushuntiraman, AutoCAD haqida tushunmaganlar uchun, bilmaganlar uchun balki, AutoCAD dasturi 82-yilda ishlab chiqarilgan. AutoCAD dasturida biz birinchi navbatda nima qilamiz? Birinchi navbatda loyiha ishlanayotganda uni planirovkasini tuzib olamiz. Mana plan ko'rinishini tuzamiz. Bu tepadan ko'rinishi va xuddi shu plandan foydalanib biz keyinligini olamiz va fasadlarini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Va buni modellashtirishimiz kerak. Ya'ni 2D chizmalar hammasi chizilgandan keyin bu bitta hozir to'g'ridan ko'rinishi, lekin buni biz 4 tomondan ko'rinishini chizib chiqamiz. Xuddi shunday, aytaylik siz uchastkani loyihasini ishlayapsiz, uchastkani birinchi plan chizasiz, keyin 4 tomondan ko'rinishni chizib olasiz. Tepadan ko'rinishlari, game planlarini chizasiz. Chizma ko'payib ketadi. Haddan ziyod ko'p vaqt biz ruchno chizishimiz kerak. Va buni 3D modeli kerak bo'lsa, biz modelini yasab chiqamiz. Mana shu chizmalar asosida modellashtirib chiqamiz-da. Bunga ham biz ancha vaqtimizni yo'qotib qo'yamiz. Endi Revit dasturida qanday ishlar ekanmiz? O'zi Revit dasturi qachon ishlab chiqqan deysizlar? 2015-yilmi, 16-yilmi deysizlar? Revit dasturi qachon tashkil topgan bolalar? 2000-yillarda bo'lishi kerak. Yana Undan oldinroq. Aniq islomiy var 99-yilda 5 yildan. Yanacha. To'g'ri, siz aytganingiz? Ha,
Aha, 86-yil deb eshitganman. Nanachi? 1986-yil. Mana shu 97-yil bo'lsa kerak. Manimcha shu haftaga bilan mana shu 1-2 yil orasi bo'lgan. Yo'q. Tak, tushunarli. Revit dasturi 97-yilda ishlab chiqarilgan. Revit Technology Corporation tomonidan bu dastur noldan ishlab chiqarilgan. Revit Technology Corporation. Nomi shunaqa bo'lgan. Keyin buni Autodesk kompaniyasi sotib oladi. Autodesk kompaniyasi bilasizlar, ko'p dasturlarni o'zi ishlab chiqmaydi. Autodesk kompaniyasi dasturlarni sotib oladi. Yangi chiqqan dasturlarni sotib oladi, keyin uni takomillashtirib chiqadi. Bu jihatlari borda. Demak, Autodesk kompaniyasi 2000-2001 yillarda 130 million va ba'zi manbalarda 100 million AQSh dollar sotib olishadi. Bu dastur sotib olingandan keyin takomillashtirib chiqishadi. Buni bilasizlar, Autodesk har doim kelajagi bor dasturlar sotib oladi. Misol uchun, Autodesk kompaniyasi faqat arxitektura uchun emas, ya'ni arxitektura uchun dasturlar ishlab chiqmaydi. Bilasizlarmi, qanaqa dasturlar bor Autodeskda? Bizda biladigan Autodesk kompaniyasining AutoCAD dasturi bor, Revit dasturi bor, yanachi. Kim biladi yana qo'shimcha ma'lumotlarni? Autodesk kompaniyasi misol uchun faqat Revit emasda, Revitdan tashqari dasturlar ko'pda. Navisworks, Infraworks, Vectorworks bunga kirmasdi, yo'q bunda emas. Lekin bundan tashqari Aris degan dasturi bor. Ya'ni bu dastur arxitektura uchun emasda. Bu transportlarni modellashtirish uchun kerak bo'ladigan dastur. Ya'ni Autodesk kompaniyasi haqida ham qo'shimcha ma'lumotlarni bilib qo'yganingiz zarar qilmaydi. Bu qo'shimcha dasturlar bu butun boshli texnologiyani o'zida qamrab oladigan tizimga kiradi. Demak, BIM texnologiyasi haqida endi gaplashamiz. Demak, Revit dasturi 1997-yilda ishlab chiqildi va 2001-yilda sotib olindi. Autodesk sotib olgandan keyin bu dasturni takomillashtirishni boshlaydi. Endi BIM texnologiyasi qanday ekan? BIM texnologiyasida biza odatda Revit dasturini tushunamiz, lekin shuni bilinglarki, BIM texnologiyasida faqat Revit dasturi emas. Buni aniqroq bilish uchun biz Google olamiz. Google'da men sizlarga qo'shimcha bir ikkita narsa ochib beraman. BIM mana hozir ko'rsatamiz, BIM software mana katta. Ko'rasizlar, what is BIM? Bitta BIM haqida ma'lumot beryapti. Mana shu videoni sizlarga bitta ochib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana. BIM. You've probably heard about it. And you may know that today's architects, engineers, construction professionals, and owners are using BIM from small or seemingly simple projects. BIM texnologiyasi Build Information Modeling, bino ma'lumotlarini modellashtirish ma'nosini beradi va BIM texnologiyasida bu termin siz eshitgansiz deyapti. Bu kichik loyiha, ya'ni shaharcha loyihasidan tortib butun boshli infratuzilmalarni o'z ichiga oladigan tizim deyapti. To complex multidisciplinary projects like a major urban development and everything in between. But what is it? What is BIM? BIM, Building Information Modeling, at its core, is a holistic process for creating and managing project data within an intelligent 3D model. From plan and design to build and operate. BIM'da Building Information Modeling'da siz obyektingizda plan tuzilishidan boshlaysiz, dizayn ishlaridan olib borasiz, uni qurilish ishlari va qurilgandan keyin buni ishlash prinsiplari, ya'ni obyekt o'zini oqlaydimi? Ya'ni qurilib bitgandan keyin qanaqa ishlaydi loyihamiz? Mana shu narsalarni hammasini o'rganasiz deyapti, ishlab chiqasiz deyapti. It's the foundation for digital transformation in the architecture, engineering, and construction industry. Siz BIM texnologiyasida obyektingizni to'liq o'sha fundament sathidan boshlab to'liq raqamli dasturlab chiqasiz. Ya'ni project teams can collaborate in a shared cloud-based environment. Yana bir termin bor, buni bilishinglar kerak. Bu yerda cloud technology deyapti, ya'ni bulut bu yerda. Cloud technology bu degani bir vaqtni o'zida, misol uchun Revit dasturida yoki bo'lmaganda BIM texnologiyasida
bitta dastur ichida bir nechta odam ulanib turib proyektni ishlashi mumkin. Bu juda yaxshi narsa-da. Ya'ni aytaylik, kattaroq proyekt olingan, buni bir kishi ishlamaydi. Birdaniga bir nechta mutaxassis kirib ishlashi mumkin. Ideal Cloud'da biz har xil chastlarni yig'ishimiz ham mumkin. Va uni kerak bo'lsa, o'zining saytlari bor. Saytga qo'yilgandan keyin, misol uchun injener kirib, o'sha injener o'zining faylini ochib, ichiga kirib, to'g'rilab, o'zgartirib, qaytadan update qilish mumkin-da. Ya'ni analiza qilish mumkin. Yana boshqa injener kirgan vaqtda u faylni ochib, o'zgargan qismlarni ko'rish mumkin. Ya'ni faylni AutoCAD soch bilasizlar-ku. Bir-birimizni tashlab beramiz-ku. Unaqa narsa emas-da bu yerda. Bitta faylni o'ziga cloudda biz uni boshqarishimiz ham mumkin. Turli xil davlatdan, sochma O'zbekistondan, kimdir Yaponiyadan turib, u fayl ustida ishlash mumkin. BIM allows teams to create a dynamic 3D model of all Raqamli modelni noldan ishlab chiqasiz albatta. associated with the project, capturing all physical and functional characteristics and relationships for buildings and infrastructure. Everyone on the team can access all essential data in real time to collaborate more easily. Bu yerda shu narsani aytdi, collaborate'da, ya'ni bu yerda o'sha obyektimizni o'sha real qurilgandan keyin holati ham bor, ko'rishlar mumkin. Ya'ni mijozga to'g'ridan-to'g'ri bizni tasvirlab berishimiz mumkin. To improve design, quality, and client satisfaction. And with today's critical need for Bu yerda sustainable materials, ya'ni bu yerda siz materiallarni bardoshliligini ham kerak sinab ko'rishingiz mumkin. construction practices and eco-friendly structures, teams can efficiently explore a wide range of options and develop innovative strategies to deliver comfort, performance, and energy savings. BIM enables close collaboration across design and construction teams, which can help reduce errors. Ko'rdinglar, bu yerda faqat arxitektura emas-da, konstruksiya bilan, ya'ni umuman olganda obyektni loyihalashtirishda konstruktor, misol uchun arxitektor bor. Undan tashqari bo'layotganimdek quvurlar, suv quvurlari bor, har xil kanalizatsiya quvurlari bor, isitish tizimlari, bularni hammasini o'sha BIM texnologiyasida amalga oshirish mumkin. And help teams achieve improved timelines, cost savings, and better project outcomes. Endi bu yerda buni afzalliklarini so'rayaptiki, bu yerda siz vaqtdan o'tasiz. Birinchi navbatda BIM texnologiyasida ma'lum bir moddiy tomondan mablag'ni o'zingizga misol uchun saqlab qolasiz va proyektingizda yana ham yaxshiroq ishlab chiqishingiz mumkin. Ya'ni yana ham yaxshiroq natijaga erishishingiz mumkin. Men tarjimasini imkon boricha sodda tilda tushuntiryapman. Bitta juda kutab shunda gapirgan. Innovators like you are shaping new Tushunarliga, BIM texnologiyasi mana shu ustuvorliklari bilan ajralib turibdi dunyo miqyosida. 2007-yilgi statistika bo'yicha dunyo 70%ni BIM texnologiyasi egallab bo'lgan allaqachon ko'rishlar mumkin. Albatta faqat tushunishinglar kerak, BIM deganda Revit'ni bilmanglar. Revit'ni o'zi bilan ko'p ish qilish mumkin, lekin Revit'ni o'zi faqat BIM emas. Tushunarliga, Docs bor, Naviswork bor va turli xil dasturlar bor. Faqat BIM deganda Revit emasdan juda ham ko'p dasturlarimiz bor. Misol uchun Insight bor, Naviswork bor, Recap Pro bo'lgan bitta alohida va ko'rishlar mumkin. Va hokazo dasturlarimiz bor. Endi yana bitta termin bor. Bu haqida ham biz bilishimiz kerak. Endi BIMda BIM nimaligini ozroq gapirib o'tdik. Endi BIM qanday ishlaydi? Hayotda BIM o'zi qanday ishlar ekan, buni bilishimiz kerak-da. BIMni biz ishlashini tushunishimiz uchun IS collection'ni tushunishimiz kerak. Tushunarliga, endi bu yerda terminlar ko'payapti. IS nima deysizlar, bolalar? BIM haqida ma'lumotga ozmoq ega bo'ldik, lekin IS degan termin ham bor-da. IS nima o'zi? Nima deysizlar? IS. IS tak Muhammad. Elektr energiyasi bilan aloqador narsalar emasmi? IS deganda atom elektr stansiyasi emas, lekin IS collection degan narsa bor-da. Arxitektura qismini birlashtirishning kollaboratsiyasi. Shunaqa, xuddi shunaqa. Arxitektura, engineering, construction bo'lgan arxitektor, konstruktor va injenerlarning o'sha birlashmasida bu yerda IS collection yozganda bizga narx-navolar kelib chiqdi. Ya'ni IS collectionda o'zining dasturlari bor-da. Mana bu yerda bir nechta dasturlari bor-da. Bu dasturlar kelib chiqyapti, lekin IS collection haqida biz qisqacha video ko'rishimiz kerak sizlar bilan va qanday ishlashini bilishimiz kerak. Tak yozamiz, what is IS az videosi bor. Collection. Tak, what is IS collection? Masalaga video beraman. Mana bu yerda IS bo'lmay qolibdi.
Mana. Tak, bizning videomizni mana shu. Yo'q, bo'lmas ekan. Hozir men sizlarga bitta qisqacha video ochib ko'rsataman. Aniqroq tushunib olasizlar shunda. Tak, shuni YouTube'ga yozvoraylik bo'lmasa. iOS Collection men hali ko'rmadim. To'liq O'zbekiston hududida ishlagan proyektlar. Lekin proyektlar bor, lekin baribir iOS bo'yicha to'liq emas-da. Men bunaqa to'liq full versiyasini ko'rmadim O'zbekistonda. Tak. Mana endi iOS bo'yicha tushunamiz. Umuman aytaylik, biza birorta proyektni ko'chada ishlaydigan bo'lsa, aytaylik, siz birorta uchastkani loyihasini ishlamoqchisiz. Kim uchun turadi? Uchastkani loyihasini qanday boshlaymiz va bitgungacha bo'lgan jarayon qanaqa bo'ladi? Nima deysizlar? Bizda yer bor. Nimadan boshlaymiz ishimizni? Avvallar katlamandan boshlab ketamiz. Birinchi. Yo'q, undan oldin shunaqa. Yellow xolos kerak, tapasyomkamizga kerak bo'ladi. Umuman olganda birinchi navbatda qiladigan ishimiz shu. Yellow xulosasi tapasyomkalarni olamiz. Keyin biz klient bilan gaplashamiz. O'z klient nimani xohlayapti? Qanaqa proyekt kerak unga? O'shani gaplashishimiz kerak. Klient bilan kollajlarni ko'rsatib chiqamiz. Ya'ni bir nechta o'zimizning variantlarni ko'rsatamiz. Tapasyomkalar olingandan keyin tapasyomkani ustidan boshlaymiz proyektimizni. Ya'ni taklif loyihani ishlab chiqamiz. Taklif loyihamiz tasdiqlangandan keyin biz uni arxitektura shassini noldan ishlab chiqamiz va bitta arxitektura shassini injener bilan maslahatlashib ishlaymiz. Chunki arxitektor ishlagan loyihasini bizning injenerlar balki boshqa texnologiyada ishlashi ham mumkin-da. O'shaning uchun konstruktor bilan maslahatlashib loyihani chizmalarini noldan ishlab chiqamiz. Qolgan shasslarimiz bilan ham ketma-ket ishlab chiqamiz. Ya'ni chizmalarni to'liq dokumentatsiya ishlari yakunlanganidan keyin biz buni qurilishga beramiz. Ya'ni qurilish tashkilotlariga beramiz. O'zimizning realizatsiya bo'yicha mutaxassislarimiz bo'ladi. U mutaxassisimiz borib tekshirib turadi proyektni. Rostdan ham o'sha chizma bo'yicha proyekt ketyaptimi, yo'qmi yokida prorablar telefon chaqirishadi. Savol bo'ladigan bo'lsa, misol uchun injener yokida o'sha mutaxassislarni chaqirib turib so'rashadi. Bu yerda qanaqadir muammo bor, shu muammoni yechib berish uchun albatta. Tushunarli? Ya'ni chizmalardan keyin biz dokumentatsiya ishlarini qilib olamiz. Dokumentatsiya ishlari yakunlangandan keyin qurilishga topshiramiz va oxirida kalish topshiramiz. Xuddi shunday iOS Collection ham ketma-ketlik bo'yicha ishlaydi. Endi iOS Collectionda biz yerimiz bor ekan, o'sha yerimizni endi ustida dizayn qilishimiz kerak. Hozir ko'rib chiqamizlar bu videoni. Every AEC project begins with an idea. Har bitta o'sha iOS proyektlarimizda birinchi navbatda o'sha biz boshlaydigan narsamiz bu g'oya. Mana, eskiz. Sizlarga aytdim, taklif loyiha. And a multidisciplinary team. Jamoaviy holatda ko'p misol uchun konstruktor, bo'lishi mumkin arxitektor, dizayner, har xil soha vakillari yig'ilgan. Working with a collection of tools to bring that. Endi hamma shu bir-biri bilan maslahatlashib loyiha ustida muhokama qiladi. Misol uchun ataplayna tizimlarini ishlaydi yoki ventilyatsiya mutaxassislari aytishi mumkin, ventilyatsiya uchun menga shaxta kerak va shaxtaning razmeri 50 ga misol uchun 90 bo'lish kerak deb aytishi mumkin. Biz u narsani hisobga olishimiz kerak. O'zimizdan o'zimiz shaxtani misol uchun ventilyatsiya uchun kichik ketgan bo'lsak, u balki to'g'ri kelmasligi mumkin va qurilish jarayonida muammolar kelib chiqishi mumkin. Bunaqa muammolar kelib chiqadigan bo'lsa, aytaylik, proyekt ishlab bo'lindi. Qanaqadir oknomizni misol uchun chizmaga mos kelmayapti. Agar proyektda xato bo'ladigan bo'lsa, tashkilot buni to'lab beradi. Ya'ni narxini to'lab beradi. Aytaylik, siz rasxodlarni kamroq berib olgansiz smetada. Sizga bu muammo kelib chiqishi mumkin. Tasdiqlarni bo'lib yoki aytaylik, ob'yomingizda to'g'ri chiqqan bo'lsa, balki o'sha qurilish tashkiloti to'lab berishi ham mumkin. Bunaqa muammolar bo'lmasligi uchun biz maslahatlashamiz har bitta mutaxassislar bilan. That idea to life. Keyin boshlanyapti bu yerda. Civil engineers start by developing an existing. Civil engineering bitta InfraWork degan dastur bor. Bu dastur ham BIM ga ishlaydi. BIM. Bu yerda asosan yo'llanma loyihasi bo'lganda biz obyektimizni o'sha game plan olishimiz mumkin. Conditions model and InfraWorks. Ana yo'lda o'sha rasmlari bor, dron uchirib, to'liq hududni rasmga olamiz. Point cloud data from recap and GIS content, 3D model ujro bo'lindi. Bu yerda relyeflari bilan birga olingan. such as sewer and flood information, are added to enrich the model.
and enable the conceptual design of road. Bu yerda endi konsepsiya uchun, ya'ni bu taklif loyiha uchun dizayn qilinyapti. Ko'rishlar mumkin, mana bu yerda bir nechta knopkalarni bosib turib, yo'llar loyihasini chizib oldi. Ya'ni bu yerda aytaylik, Revit'da ham bu narsa qiyin-da. Bunaqa tez ishlash Revit'da imkonsiz. Bunaqa modellashtirib aytib birdan o'zi avtomatik bo'la boryapti-da. Ya'ni BIM dasturida, BIM texnologiyasi, tushuninglar, BIM texnologiyasi bu xuddi misol uchun birorta tashkilotni tizimi, ishlash prinsipi, aytaylik, oliy ta'lim tashkiloti bor. Oliy ta'limning o'zining tizimlari bor, texnologiyasi bor-da. Xuddi shunaqa bu ham texnologiya. Ya'ni Building Information Model. Ya'ni bu BIM texnologiyasi. BIM texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydigan dasturlar bor. Revit deganda sirali tushunmaylar. Faqat bu Revitning o'zi BIM emas. Revit bilan birgalikda bir nechta dasturlar ishlasagina o'sha to'liq BIM bo'ladi. To'liq BIM bo'lish uchun misol uchun bizda bu yerda InfoWork, yana har xil dasturlarni chiqarib beryapti. Misol uchun Revitda biza loyihamizning arxitekturasi, konstruksiyasi, map to'liq hammasini qilishimiz mumkin. Lekin yo'llarni loyihasiga kelganda kerak bo'lsa Revitda qilish mumkin, yo'lni hamda. Lekin yo'llarni loyihasi uchun alohida dasturlar bor. InfoWork misol uchun shu konsepsiya uchun yoki bo'lmaganda mana shu yo'llarni loyihasini g'oyasi uchun juda mos keladi InfoWork dasturida. Juda tez. Ya'ni bu yerda Revit dasturida hamma chanslarni ishlash mumkin. Lekin o'zini dasturlari bor, u yana ham tezroq ishlaydi. Yana ham misol uchun ustuvorligi ko'proq. Road and site layouts in the project's real-world context. Konsepsiya oldin turburcha formula bilan oldik. Switching to building design, a concept is sketched for a health clinic. Bitta Formit Pro degan dastur ham, bu ham BIM. Formit Pro'da endi o'sha turburcha formulalarni biroz bo'lsa ham o'ziga keltiramiz. Ya'ni modelimizni shakllantirib olamiz. In the site context using Formit Pro, the massing is refined, details and materials are added. The impact of sun and shadows is studied, and solar analysis is performed. Ko'ryapsizlar, bu yerda shu formatda solar analysis, ya'ni bu yerda shu quyoshni, sillarni bu yerda o'zi jadvallar chiqarib beryapti. Whole building Insight. analysis and optimization. Back in InfraWorks, the conceptual models are evaluated within the site context. Next, detailed building design is performed in Revit. Endi nihoyat xuddi o'sha ishlangan formani Revit dasturiga olib kiramiz va Revit dasturida arxitektura chastini noldan ishlab chiqamiz. Ko'rdinglarmi? G'oya qilib bo'lingandan keyin g'oyani ham misol uchun bizda Revitda g'oya qanaqa bo'ladi? Mutaxassislar bilan gaplashishadi. Keyin planovka ishlanadi. Tashqi ko'rinishi bo'yicha eksterior bo'limimiz bor. Eksterior bo'limi 3D Max dasturida modellashtirib chiqadi. Agar xato bo'ladigan bo'lsa, aniqadir klientga ma'qul kelmasa, qaytadan 3D Max ishlashadi. Lekin bu yerda ko'rdinglar, 3D Max dasturi yo'q. AutoCAD dasturi o'zi ham yo'q. Hamma narsa o'sha BIM texnologiyasida ishlaydigan dasturlardagina bo'ladi. The format mass is used to locate architectural elements. Mana endi arxitektura chasti to'liq ishlab bo'lindi. Dynamo is used to study Bu yerda Dynamo degan alohida qo'shimcha plugin o'xshagan narsa bo'lmaganda plugin degan bo'ladi. Xuddi shu qo'shimcha yordamida juda ham murakkab bo'lgan modellarni ishlab chiqish mumkin. alternative roof concepts through computational design. Structural and Endi xuddi shu dasturni, Revit dasturini o'zida obyektimizdan arxitektura ishlangandan keyin konstruksiya qismi ham bor. EP engineers create models for engineering design, analysis, detailing, and documentation. Endi bu narsa qo'shimcha. Bu endi o'sha ventilyatsiya tizimlari, ya'ni isitish tizimlari bor bizda, ventilyatsiya tizimlarimiz bor. Keyin kanalizatsiya quvurlari, issiq sovuq suv quvurlarimiz borda. Bularni hammasini Revitda o'zida qilamiz. The design Ko'ryapsizlarmi, tagida konstruksiya chasti turibdi, agar chastini ham berib turib, ustida ishlash mumkin. disciplines link their Revit model Ya'ni birinchi navbatda biz arxitekturasini qilamiz va qolgan mutaxassislar, ya'ni bu yerda konstruktor bor, elektrik bor, OVV chastlar uchun mutaxassislar bor. Bularga berib yuboramiz, bizlar faylni ustida ishlab chiqishadi. to ensure the building design remains coordinated throughout the Ko'rdinglar, hamma chasti bittada bo'ldi. process. As the building design comes together,
Civil engineers Bitta 3D, ya'ni Civil degan dastur bor. Bu AutoCADga o'xshab ketadigan dastur. Endi bu yerda shu game planlarimizni, landshaftlarimizni to'liq ishlab chiqamiz. detailed site design in Civil 3D, Endi site design deyapti. Ya'ni site designda o'sha landshaftlarni ishlab chiqamiz. including parking lot layout, grading, and drainage networks. Using vehicle tracking, even vehicle movement can be simulated and analyzed. Then in InfraWorks, a compelling visual is generated to improve understanding of the design, starting with architectural elements. Mana ko'rishingiz mumkin, o'sha proyektimizda to'liq ishlab bo'lindi. Oxirida InfraWorks degan dastur bor. Shu InfraWorks dasturida har bitta chastlarni Grading and qo'shib mechanical olamiz. works in the building, as well as between site utilities. mana ko'rishingiz mumkin. The team can also conduct 4D simulations to Mana bu yerda unitazlar, akinalar ko'rinib turibdi. Ya'ni OVK chastlarga ham tepada ko'rishingiz mumkin. Buning hammasi berilganda. Bularning hammasi endi Revit dasturini o'zida ketadi. Revitgacha bo'lgan qismlari hammasi taklif loyiha uchun bo'lgan qismda. Taklif loyihasi ishlab olingandan keyin Revit dasturida qolgan hamma ishlarni qilamiz. Va oxirida InfraWorks dasturida faqat fayllarimizni hammasini bittaga yig'ib olishingiz mumkin. understand project phasing and construction sequencing, taking the project one step closer to the field. The Autodesk AEC collection. Tushunarliga IS Collection xuddi shu tarzda ishlaydi bolalar. Tak, endi Revitga qaytamiz. Revit haqida umuman olganda oz-moz bo'lsa ham tushunchamiz hosil bo'ldi menimcha. Nima ekan, qanday ishlar ekan bilib oldik. Endi sizlar bilan ozroq masterclass, ya'ni kichkinagina bitta loyiha ishlab ko'ramiz. Lekin umuman olganda men hozir faqat tashqi ko'rinishini yasayman va ozroq konstruktiv qismlariga e'tibor qaratamiz. Albatta qolgan hamma narsasini o'zimiz ham miyamizni tasavvur yo'qotib forma yasab ko'ramiz. Tak. Bo'lmasa boshlaymiz bolalar. Men ortiqcha fayllarni hammasini yozib yuboraman. Bitta yangi fayl ochamiz. Revitda qanaqa ishlash mumkin ekan va qanday tez ishlash mumkin ko'rasizlar. Nimalarni yasab chiqishimiz mumkin. Demak, tepada bizda modul bo'limi bor. Sazdat bosamiz. Va yerda shablon yo'q. Bitta sizlarda ko'rishingiz mumkin, shablon yo'q. Sizlarda ham shablon bo'lmaydi. Agar bo'lsa ham, agar ruskiyda bo'lsa, arxitekturli shablon chiqadi yoki angliyskiyda bo'lsa, metric default degan shablon bor-da. Default metric degan shablon bor, shu chiqadi bu holda. Menga shablon kerak. Obzor bosaman-da, men shablon ko'rsatib olishim kerak. Bizda shablon bitta mana kompyuterda men o'zim uchun shablon yasab qo'yganman, shablonlarim bor. Lekin hozir sizlarda shablon bo'lmaganligi uchun men oddiy o'sha default shablonim bor, o'sha ishlatamiz. Ya'ni ABSK degan shablon bor, shuni ishlatamiz. Demak, tak, shablon bizda programmada bor edi. Men saqlab qo'ygandim alohida. Hozir bitta ochib olish faylda o'zini alohida. Так, что новая папка. Tasavvur bor edi. Eshitaman. Men konstruktormanda, menga konstruktiv birorta shablon bera olasizmi? Men konstruktor emasman degan bor. Menda faqat arxitekturaga mos shablonlar bor-da. O'zini shablonlari bor, lekin misol uchun men tak shablon sizlarga ko'rsataman. Bu shablon standart shablonda, lekin standart shablonni o'zidan biz foydalanamiz, ammo shablonni o'zgartiramiz. Konstruksiyada ham xuddi shunaqa. Endi hammada har xil ba'zi mutaxassislar bor. Men hozir ko'rsatadigan shablonni o'zim ochib ko'raman. Sizlarga aniq tushuntiraman. Tak mana. Mana bu shablonlar bor-da. Ya'ni bular ADSK shablon. Ya'ni ADSK BIM2B tomonidan ishlab chiqarilgan shablonlar. Men bu yerda Archwiz AR 2024 degan shablon bor-da. Bu mana bu yuqoridagi shablonning o'zi. BIM2B tomonidan, Chubik tomonidan ishlab chiqarilgan shablon, lekin bu shablonni biz o'zgartirganmiz. Ya'ni o'zimizga moslab, o'zgartirib yasab olganmiz, lekin xuddi shablon o'zi emas bu. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu hozir o'sha BIM2B tomonidan ishlab chiqarilgan standart shablonning o'zi. Faqat nom o'zgartirib qo'yganman xolos. Lekin men ish jarayonida bu shablon bilan ishlamayman. Men o'zim uchun alohida boshqa shablon yasab olganman. Men bu yerda misol uchun planirovka bo'limida ko'rishingiz mumkin. Faqat первый этаж, второй этаж gemplan bor-da. Lekin narigi proyektlarimda e'tibor bergan bo'lsanglar, u narsa yo'q edi. Umuman olganda turli xil bo'limlar bor edi. Har xil klatchniy plan, makrochniy plan, har xil vidlar bor edi. Даже 3D vidlarning o'zi ham ko'p edi. Ya'ni sizlar ham ishlash jarayonida shablonni bitta o'zi bilan emasda, shablonni o'zgartirib, o'zingizlarga moslab yasab chiqasizlar. Bizga ham kursimizda xudo xolasa sizlar bilan xuddi shunaqa shablon yasab chiqamiz noldan. Bu kurslar kommentlar alohida berilgan.
Mana bu vidda ko'rishlar mumkin. Planda mana. Proyektning moduli bor. 3D vid, koordinatsionni bor, оформление, modul va оформление borda. Mana bular bor xolos. Lekin mana bu proyektni ko'rishlar mumkin. Mana plan nесущий konstruksiya bo'limi bor alohida. Bu yerda faqat первый этаж ko'rsatilgan xolos. Mana buni tagidan ko'rishlar mumkin. Klachniy plan borda. Endi bu faqat chertyojga oid bo'lgan vid bu. Mana ko'rishimiz mumkin. Faqat bu yerda chertyoj chiqadi. Ya'ni bu yerda razmerlari shunaqa ma'lumotlar kelib chiqadi xolosda. Lekin mana buni tagida ko'rishlar mumkin. Markirovочный plan bor. Markirovочныйda uchinchida mana xuddi shuni o'zi bu sal farq qilar ekan, dizayn farq qilar ekan. Tepadagi klachnikda faqat sipochka, ya'ni unda chizmalar o'zi bor va o'lchamlari bor. Lekin markirovочныйda markalar berilgan, polni markalari ko'rsatilgan, eshik-romlarni, ya'ni bitta har bitta elementda markalari ko'rsatilgan shablon bu. Ya'ni vid alohida. Buni tagida proyektni modul bor, рабочий vid. 3D vid modulini ko'rishlar mumkin. Black Hack Stairs, ya'ni bu yerda 3D lestnitsani o'zini alohida video berilgan ekan. Koordinatsionni, ya'ni qo'shimcha turli xil vidlar bor bu yerda. Mana. Tushunarlimi? Bu o'quvchimning ishi, xursand degan o'quvchimning ishi ko'rishinglar mumkin mana. Bu yerda fasadda ham xuddi shunaqa. Fasad modul mana yerda alohida razrez berilgan ekan. Razrez bo'limiga ko'rishdan razrezda sumagatinisi berilgan, nomerligi, nomer vidlari berilgan alohida. Har birida alohida fragmentlarni ko'rishlar mumkin mana. Tushunarlimi? Turli xil vidlarimiz borda, obxod berilgan bitta alohida ko'rishlar mumkin. Qo'shimcha 3D qo'shib qo'yilgan xolos. Tushunarlimi? Vedomostlar ichida ham ko'rishlar mumkin. Ya'ni qo'shimcha turli xil vidlar va turli xil jadvallar yasab chiqilgan. Bizning kursimizda xudo xolasa sizlar bilan xuddi shunaqa o'zimizning dizayn bo'yicha, mana shu o'zimizning chizmamiz bo'yicha to'liq shablon yasab chiqamiz sizlar bilan birga albatta. Mana. Tushunarlimi? Bu shablonni bu proyektni biz oxirida mana shu рабочий vidlarni to'liq hammasini shablon qilamiz. Shablon qolgandan keyin siz mana shu video o'tib turib plan chizadigan bo'lsangiz, grafikasi xuddi shunaqa chiqadi. Endi narigi misol uchun mana bunda men hozir devor chizgan ko'rasizlar. Misol uchun men devor o'rayapman mana. Mana. Devor chizyapman. Lekin ko'rishlar mumkin, unaqa grafikasi mana klachniy vidimda emas. Misol men tepada klachniy vid ko'rishlar mumkin. Mana 6-etaj. Mana. Mana buni grafikasi boshqacha, mana buni grafikasi boshqacha. Mana. Tushunarlimi? Biz bularni ham inobatga olamizda. Shablonimizni o'zimizga moslashib chiqamiz. Adashmasam, bizning shablon mana shu ko'rinishga kelgungacha umuman olganda boshlang'ich vaqtida 2 oy vaqtim ketdi. Undan keyin taxminan 10 oy bo'ldi. Shablonni haligacha yasayapmiz. Mana shablon o'zi tayyor. Umuman olganda shu shablon bilan proyekt ishlash mumkin. Klassikami, modern farqi ishlash mumkin. Lekin baribir shablonni yana ham takomillashtirib boryapmiz. Salkam 1 yil bo'ldi, hali shablonimiz biza xohlagandek to'liq emas. Lekin proyekt qilish mumkin. Bemalol birorta loyiha chop turib proyekt qilish mumkin. Tushunarlimi? Shu jihatlari borda. Shablonimizdagi jadvallarni hammasini yasab qo'yganmiz, joyiga tushgan. Va siz proyektingizni misol uchun shu shablon ishlaydigan bo'lsangiz, mana bu jadvallarni o'zi to'ladi. Uchun advekalarimiz bor. Advekalar nomlari bilan chiqib, bu yerda ploshlar hammasi o'zi avtomatik to'ladi. Tushunarlimi? Bu proyekt qaytaraman, men ishlaganim yo'q. Bu o'quvchimning ishi. Mana, qo'yishlari mumkin. Shunaqa jadval ishlab chiqarilgan. Tushunarlimi? Endi sizlar bilan kichikroq birorta forma yasab ko'ramiz. Demak, men bitta первый этаж bor ekanda, endi Revit haqida gapiradigan bo'lsak, bu birinchi qavatimiz. Birinchi qavatda 4 ta vizual kameramiz bor, bo'ldi. Bu fasadlarni ko'rish uchun-da. Kelinglar, birorta taxminan bo'lsa ham forma yasaylik. Misol uchun paintga o'tamiz. Tak, bizda shunaqa dizayn bo'lish kerak. Obyektimizda balki tak bukilgan forma bo'lishi mumkin. Aytaylik, tak tagi turburchak bo'lsa ham, misol uchun qaqdir 5 yulduzga o'xshagan formami, salgina bukilgan forma ishlamoqchiman. Men bunaqa, misol uchun forma yasamoqchiman-da. Tushunarlimi? Ya'ni bukilgan forma. Yoki aytaylik, kattaroq, ko'p qavatli zdaniya yasashim mumkin-da. Aytaylik, buni qavatlari balki 20 ta bo'lishi mumkin. 20 qavatli kattaroq zdaniya bo'lishi mumkin. 3 tadan beradigan bo'lsa, misol uchun 60 metrlik bitta obyekt yasashimiz mumkin. Har bitta misol uchun 3 ta olishimiz mumkin-da. Tushunarlimi? Lekin real loyiha bilan ishlatgan bunaqa ishlamaysizlar. Loyihani birinchi biza planirovkasini o'rganib chiqamiz. To'liq chizmalarni ko'rib chiqamiz. 3D ko'rinishlarni ham har bittasini ko'rib chiqamiz. Keyin loyihalarimizni noldan ishlaymiz. Emasligi hozir ko'rsataman. Tak. Yana bir narsani ko'rsatib
Так, что hozir tak mana misol uchun mana bu yerda proyektlar berilganda ko'rishlari mumkin. Ya'ni bizga buni planirovkasi beriladi va xuddi shu proyektni 3D ko'rinishlari beriladi. Bu ham real loyiha. Buni hali to'liq chizmasini ishlab bo'lganimiz yo'q. Buni orqa tomonlarida juda ham ko'p domlar bor. Ularni ishlayapmiz hozir. Mana ko'rishlari mumkin-da. Ya'ni xuddi shunaqa foto ko'rinishi yuboriladi sizlarga. Va foto ko'rinishini ko'rib ham birinchi o'rganib chiqasizlar. Materiallar qanaqa bo'lishi kerak buni, balandliklari qanaqa bo'lishi kerak. Hammasini o'rganib chiqamizda, keyin chizmalarni boshlaymiz. Bu o'zi qo'shon, bu Dorman saroyda qurilyapti. Ko'rishlari mumkin. Bu boyagi proyektimiz. Bu Qibray loyihasi, bu Qibrayda qurilyapti. Mana narigi proyektda, mana bu proyektning orqa tomoni. Buni ko'rishlari mumkin, orqa tomoni xuddi shunaqa ishlanganda. Mana. Tushunarli? Ya'ni birinchi navbatda o'sha planirovkasi bilan biz tashqi ko'rinishlarini o'rganib chiqamiz. Keyin balandliklari, har bitta qavatlarimiz balki birinchi qavat 4,5 metr, tepa qavatlar kaltaroq bo'lishi mumkin. Bularni o'rganib chiqqanimizdan keyin loyihani boshlaymiz. Demak, Revitga o'tib oldim. Revitda bizda fasad degan bo'lim bor-da, fasad modul bor va yujniy fasad bor. Endi bizga qancha qavat kerak? Misol uchun birinchi mana bu qavatimiz balandligi bo'lishi mumkin. Aytaylik 6 metr mana. Balandroq qo'yaylik. Keyingisi, tak buni tepa qavatlari kerak menga. Tanlayman. Yuqorida array instrument bor-da. Ko'rishlari mumkin mana. Array massiv instrumentimiz bor. Tanlaymiz tepaga deylik. Misol uchun 3300 dan ketsin. Nechta bo'lsin? Menga misol uchun 12 ta qavat kerak deyman. Ket tepagacha mana 13-qavatimizda 42 metrga borib to'xtadi. Balki yana ko'proq qavat kerak bo'lsa, aytaylik bu 22 ta qavat bo'lsin. Mana 22 ta qavat tepaga chiqib ketdi mana. Ko'rishlari mumkin. 75 metrga to'g'rilandi. Tushunarli? Aytaylik bu 22 ta emasdi, men 18 ta qavat bo'lsin deyman, bo'ldi. Mana 18 ta 19 ta bo'ldi, chunki pastki qavat bilan to'g'rilanib ketdi. Mana 19-imiz endi kirisha bo'ladi. 18 qavatli obyekt va tepasi faqat endi mix qurol tom bo'lishi mumkin xolos. Bo'ldi. Qavatlarni esa oldik. Birinchi qavat. Menga ham narsa kerak. Men bu yerdagi qavatim ikkinchi qavatim ham nijloy bo'lsin deymiz. Birinchi qavat ham nijloy edi chunki. Aytaylik bu 4500. Tak. Tanlaymiz. Kopiyasini olamiz. Tepaga tashlaymiz. Balandligi 4500. Enter deymiz. Mana tushdi. 3-qavat. Tak, endi tanlaymiz. Buni massivini olamiz. Kolичествосini ko'rsatamiz keyin. Tepaga ko'taramiz. 3300. Mana ketdi, nechta deyapti? 16 ta. Tepaga tashlab yubordik, mana. Yana bitta qavat qo'shaylik, 12 ta bo'lsin mana shu. Mana. 19-da yana bizda bu kirisha bo'ladi. Tushunarli? Qolgan hamma qavatlarni esa oldik. Ikkita qavatimizda faqat nijloy ishlaymiz. Endi buni o'lchab ham ko'rish mumkin. Tepada instrument bor. Shuyamiz. Mana. 6000 ga 4,5 metr bo'lgan ikkinchi qavatimizda ko'rishlar mumkin. Endi podval kerak misol uchun tanlayman. Ruchni olamiz buni. Delik bu 3 metrdan ketsin deylik. 2200 ga to'g'ri keladi primerni. Mayli, pastiga ham 3 metr tashlaymiz. Bo'ldi. Ikkita qavat podvalimiz. Faqat hisobkorliklar etaj mana bu endi bizda bo'lish kerak. Minus bo'lmaganda men plan podvalni etajga chiqaman. Ya'ni men просто etaj bir etajga emasdi, biz olib chiqamiz. Plan первый etaja, второй etajga olib chiqamiz. Endi bu yerda hozir sizlarga vaqt yo'q ko'rsatishga. Shunchaki ketma-ket nom ko'rsatib ketyapman, bo'ldi. -1 -2 ketdi mana. Ikkita qavatimiz ham bor. Endi bu qavatlar aktiv qilishimiz kerak-da. Bularni aktiv qilish uchun yuqorida bizda vid bo'limimiz bor. Vidga qaytdik, bu yerda plan vid bor. Men hozir tez o'tyapman, chunki bu shunchaki sizlarga master class. Ya'ni Revit qanday ishlashini ko'rishinglar uchun xolosda. Bu qanaqadir dars emas. Bu kirish qismimizda shunaqa bo'ladi har doim. Endi plan etaji bo'limi bor. Bu yerda kerak bo'lgan vidlarni tanlaysizlarda, aktiv qilasizlar, bo'ldi. Ochildi mana. Tushunarli? Mana. Minusga qaytib oldik. Endi misol uchun formani modellashtirib chiqishimiz mumkin. Televizorga to'g'ri bo'lchiroq, qanaqadir bitta forma kerak, tepaga qarab o'sish kerak ekan. Tak, men misol uchun bitta plan chizaydi. Xomaki variant tashqi ko'rinishidan. Aytaylik, mana bunaqa plan bo'lsin, bu ichiga kirsin biroz. Mana bu qismi ozroq chiqsin. Mana bunga o'xshagan planmi yokida qanaqadir forma bukilganroqmi? Mana bunga o'xshagan plan kerak bizga. Taxminan bo'ldi. Demak, bizga os kerak ekanda, oslar bilan. Sizlar planlarni to'liq chizib bo'lgandan keyin oslarni qo'yib chiqasizlar. Endi arxitektura bo'limida bizda os bor, tanlaymiz, tepaga tashlaymiz. Mana. Tashladik. Bu birinchi os bo'ldi. Kopiyasini olamiz, unga tashlaymiz. Misol uchun, mavzu bitta vaqt yo'q, oslarni taxminan qo'yib olaman. 7 2 dan beraman. Ya'ni ikkita mashina siqsa bo'ldi podvalimga-da.
Tak, endi tanlayman, kopyasini olaman, ketma-ket kopiya tashlayman. 7 3 ta. Mana. Tak, bir nechta tashlaylik. Sal kattaroq bo'lsin gabariti ham. Taxmin etadi shu narsa. Endi buni o'lchami qanaqa ekan? Kengligi o'lchab ko'ramiz. Mana bu yerdan mana bu yergacha 43 metr ekan bo'ladi. Tanlaymiz, analogini olamiz, bu yerdan tashlaymiz. Mana. Mana buni yozib qo'yishim mumkin. Faqat ruskiy qaytarasizlar. Mana bu ingliz kitobda-ku. Buni birinchi ruskiy qo'yasizlarda, mana bu yerda yozasizlar A deb. Mana. Tanlaymiz, buni kopyasini olamiz, tepaga tashlaymiz. Balki 106 metr deylik. Mana. Ketdi. A, B, V ketaveradi bu yoqqa. Tushunarlimi? Mana bu ham 6. Bundan keyin balki bo'lishi mumkin. 4200 deylik. Misol uchun. Sal kichikroq. Mana bu 5800 to'g'rilaymiz. Mana. Ingichka uzunroq forma hosil bo'ldi. Tushunarlimi? Balki mana bu ostlarni kamaytirib qo'yishimiz ham mumkin. Bu endi prosta oddiygina men ko'rinish chizib oldim xolos-da. Lekin ba'zida ostlarimizni dumaloq forma qiyshaygan, yarim bu yoqqa qaytgan bo'lishi mumkin. Shunaqa momentlari bor-da, shunaqa holatlarimizda bo'ladi odatda. Aytaylik, menga ost har tomonda ko'rinish kerak bo'lsa, izmin tipga qaytganda ikkinchi tomondagi knopkani ham yoqib qo'yamiz. Hamma tomonni hamda. Mana bu ost balki alohida bo'lishi kerak bo'lsa-chi, bu misol uchun uzilgan bo'lsin deylik. Mana. Uzib qo'yamiz, blokdan qo'yib, tepaga chiqarib qo'yamiz. Mana kecha qaytgan bo'lsin deymiz-da. Bo'ldi mana. Mana bunaqa forma hosil bo'ldi endi. Tushunarlimi? Endi qaranglar, mana shu yerda narsa qilamiz hozir. Tak, bu ostlar asaldi-yu. Ostlarimiz hamma qavatda ko'rinyaptimi, yo'qmi? Yujniga qaytamiz fasaddan va qavatlarimizdan sal yon tomonga tortgan. Mana bu blokdan chiqib qolgan ekan. Bularni tanlaysizlar, hammasini video tanlab olasizlar, gruppadan chiqarib yuborasizlar. Tanlangandan keyin yon tomonga tortib, ambiyotga bog'lab qo'yish mumkin. Qulflab qo'ydik, bo'ldi. Mana bu ostni ham, ya'ni qavatni ham tanlaymiz, yon tortib olamiz, bo'ldi. Ostlarimizdan sal pastroq tushiramiz. Zapniga qaytgandan keyin zapnida ham xuddi shu fasadlarimizni o'zidan qavatlarimizdan tortib to'g'rilab olamiz. Bu ortga qaytish kerak biroz. Mana bo'ldi. Buni ham biroz pastga tushirib olamiz. Mana bo'ldi. Hamma qavat kesib o'tgan, tayyor. Endi shu qavatga qaytganda biza fundamentlarimiz bor, kolonnamiz bor. Bularni qo'yishimiz kerak. Umuman olganda hisobga olinglar, forma yasalishidan oldin biz injener bilan gaplashamiz endi. Ostlarimizni ma'qul kelgan bo'lsa, planovkamizni ochib ko'rsatamiz va aytaylik qavatimiz qanaqa, kolonna qanaqa bo'lishi kerak, regli qanaqa bo'lishi kerak. Bularni hammasini gaplashishimiz kerak. Misol uchun, masalan, test ko'rsataman. Revent KJAR. Mana qaranglar. Mana bu yerda Revent uzilgan gruppa bu, KJAR gruppa. Bu yerda Zeldanaka yozilgan. Misol uchun, bu yerda kolonnalar razmeri, ya'ni buni injener bergan, ya'ni konstruktor berganda kolonnalar razmeri 5 ta etaj 500 ga 500 bo'lishi kerak ekan razmeri. 6-qavat polidan 400 lik kolonna bo'lishi kerak deyapti. Keyin regllarni so'rayapti. Regllarimiz bu yerda 2 ta etaj 500 ga 400, qolgani 400 ga 400 bo'lishi kerak. Diafragmani qo'yib berishgan o'zlari va diafragmani endi razmerlari. 4 ta etaj 300 lik bo'lishi kerak, 3-etaj polda 200 lik. Ora yo'qmi? Ya'ni bu yerda prekiziyada polimiz 2 etaj 250 mm monolit bo'lishi kerak ekan, qolgan etajlar 200 mm lik. Lift boshdan qolgacha 250 mm lik beton bilan o'ralgan bo'lishi kerak deyapti. Tushunarlimi? Xuddi shunaqa ma'lumotlar bizga juda muhim. Va diafragma qaysi tochkada bo'lishi kerak? Misol uchun aytaylik, mana bu 6-ostdan 2 bilan 3-ost orasida bo'lishi mumkin. Misol uchun, tushunarlimi? Ya'ni ostlarning qaysi qismlarida diafragmani injenerlarning o'zlari va qo'yib berishadi. Bu ma'lumotlar ham o'zini bilmaydi. Birinchi navbatda geodeziyasi xulosasi olingandan keyin injenerlar bilan maslahatlashishadi. Ya'ni fundamentlar qanaqa bo'lishi kerak, kolonna balkalar qanaqa bo'lishi kerak, injenerlarning o'zlari maslahatlashib olib bizga aytishadi. Keyin biz loyihani o'shanga moslab ishlab chiqamiz. Demak, kolonna qo'yishimiz kerak ekan. Kolonna olamiz yuqoridan va yana tasavvur qo'yinglar, kolonnani boyatilganda 5-qavatgacha 500 ga 500, undan tepasi 400 lik bo'lishi kerak deyilgan. Tipa piramidaga o'xshab-da, tushunarli. Demak, kolonna bor bu yerda, lekin menga konstruktivniy kolonna kerak. Ya'ni bu konstruktivniy kolonna yordamida biz loyihani ishlaymiz. Mana bu yerda arxitekturniy variantimiz ham bor, lekin bu arxitekturniy varianti. Bu prosta bezak uchun. Tepadagisi nесущий elementimizni tanlaymiz. 40 lik berilgan. Menga 40 lik emas. Menga deyman, shuni kopyasini olamanda 500 lik variant kerak. Ya'ni 500 mm lik variant bo'lishi kerak ekan. Bu tak tez yozib olamiz. 500 ga 500 deb ko'rsatib qo'yamiz. Mana 500 ga 500 okey deymiz. O'lchamlarni ko'rsatamiz. 500 ga
500 mana. Okey, bo'ldi. Endi men bu yerda tak tepaga deyman, visataga deyman, tepaga o'sib ketish kerak deyman. Tak bu minus birinchi qavatgacha borish kerak deymiz. Mana liniya setka hammasini tanlasam sразу qo'yib beradi kolonnamizni. Готово etsam bo'ldi. Razmerlar yaxshi joyga tushdi. 3Dga qaytganda ko'rishlaringiz mumkin kolonnamiz bor. Aytilib bizda bu qavatimizdagi kolonnamiz, misol uchun 3 ta taqsim bo'lishimiz mumkin. Ya'ni 600 ga 600 lik kolonna ko'tarishimiz mumkin 5-qavatgacha, keyin 5 dan so'ng 10-qavatgacha 400 deb, ya'ni 500 deb berishimiz mumkin. Undan tepasiga misol uchun 400 deb variant qo'llashimiz ham mumkin. Endi faqat bu narsani bizga injenerlarning o'zlari aniq ma'lumotlarni berishlari kerak bo'ladi. Aytaylik bizda bu 8-qavatgacha 500 lik ketsin, undan tepasi misol uchun 7-qavatgacha borsin. Shu narsa mana. Undan tepasi 400 lik bo'lsin deymiz. Yasaldi. Lekin fundamentimiz ham bor-da, endi fundamentni ham shunga moslab ishlaymiz. Demak, fundamentimiz tak. Mana bu ostdan sal tushsammikan pastroqga, ya'ni ingichkaroq forma bo'ladi. Mana qolursin shu narsani o'zi bo'ldi. Endi qaranglar, tak bu yerda biza fundament berishimiz kerak. Konstruksiyada bizda fundament degan joy bor alohida. Mana bu yerda fundament bor-da. Bitta nechta konstruksiya prikitiya bor. Tanlaymiz. 300 lik variant ekan. Buni men bu kopiyasini olaman-da. Mana buni 300 lik emas-da. Misol uchun 1800 lik deyman. Mana. Okey deymiz. Razmerini konstruksiya bo'limini tanishimizga qaytamizda 1800 deymiz. Okey. Okey, bo'ldi. Endi men bitta rank olishim mumkin, smeshini berishim mumkin. Tak, ostdan men bu 500 ketdi-yu hozir. Aytaylik men berishim mumkin 1600 deyman. Mana ketdi. Formani yasaymiz. Bu ma'lumotni ham sizlarga injenerlar berishadi. Aniq masofalar qanaqa bo'lishi kerak, hammasini berishadi. Mana o'rtasi kerak emas bizga. Men o'rtasini olib tashlayman. SL buni kesamiz. Men o'rtasini teshib olamiz ham yo'llarini. Mana faqat men teskari chiqib qolibdi-yu. Tak, buni oddiy bor, mirror bor, axis mirror bor. Tanlanganda axis mirror yordamida ostdan qarama-qarshi tomonga keltirib qo'yish mumkin. Mana bu soch elementni bu yoqqa burishim kerak men. Uning uchun nima qilaman? Uning uchun shu elementni bu yoqqa mirror yoki offset ham bor-da, offset ham berishimiz mumkin. Endi bu teskari tomonga burilish uchun, misol uchun bu yerda tak qanchadan berdik? 1.6 dan berdim, shu 2 to'g'ri kelishi kerak. Mana. 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 Bu yoqda instrument ham bor. Tak, yopishtiramiz. Mana bu bunga deymiz. Bu tepasi kerak emas bizga, bo'ldi. Mana forma bor. Okey etsam, yasaldi. 3D ga qaytganda fundament ko'rishlar mumkin. Endi bu splashnoy fundament sifatida berilgan narsa. Tushunarli? Undan tepasini ham yasab olish kerak alohida. Qaranglar, bitta narsa bor. Biza yasash jarayonida har doim regellarni ham chizib olishimiz kerak. Demak, -1 ga qaytgandan keyin regel chizishim kerak ekan. Bizda balka bor-da. Balka oldik va balka olingandan keyin razmerlarni ham to'g'irlash kerak. Aytaylik, bizga 500 ga 400 lik yoki da 500 ga 500 lik berishimiz mumkin. Lekin baribir bu narsani maslahatlashib qo'yishinglar shart har doimda. Aytaylik, menga bu tak balandligi 500 bo'lsin, kengligi 400 lik bo'lsin deyman. Mana bu 500 yilgan narsa bu h bo'ladi. Ya'ni bu sizlarga shunchaki balandlik hisobida turib beradi mana. H 500 mm, okey. Tak, visanasini men 500 beryapman, lekin shirinasini 400 tashlayapman. Okey deyman, bo'ldi. Endi setka yordamida to'liq hamma qismga berish mumkin. Qaranglar, 3D ga qaytaman-ku, yo'q bu narsa. Ya'ni bu yerga xuddi shu balkani berish jarayonini hisobga olinglar. Tanlangandan keyin готово bosilishi kerak. Mana. Готово bosil 3D ga qaytganda forma bor. Ammo bu kerak emas bizga. Ochiq qolish kerak o'rtamizda. Mana, ishlab oldik. Tushunarli? Endi narsa bor. Shu qavatga qaytgandan keyin men regellarni ko'rmayman, chunki bu ko'rish chegarasidan past turibdi. Sekon shu diapazonga qaytgandan keyin bitta ko'rish chegarasini -300 ga tushiradigan bo'lsam, bitta ko'ramayman dedi. Mana bitta instrument bor. -300 deyman, misol uchun. Men deydigansam ko'ryapti endi. Okey deymiz, bo'ldi. Tushundingmi? Endi qaranglar, bularni biza 500 likmi, 600 likmi farqi yo'q. Kolonnani o'zini filtr qilib olamiz. Menga balki kolonna kerak, mana. Bularni reglimizni tekisligiga bog'lab qo'yamiz. Tanlangandan keyin pastga, misol uchun 50 tortaman. Mana tushdi. Qo'yasizlar. Ya'ni kolonnalarimizni o'lchamlarini har doim biza tashqi tomonga bunaqa relief bo'lib qolmasligi uchun ichki tomonga tortamiz. Tekislab qo'yamiz. Ya'ni mana qo'ytiramiz. Mana. Mana bunaqa ishlaymiz har doimda. Ichki tomonda masofa ko'proq bo'lishi mumkin, lekin fasadni tekislab olamiz. Har doim proyektlarimizda shu narsani takrorlaymiz. Mana. Tepasi ham hamit kelish kerak. Endi
Kolondan o'shamiz, bizga mana bunda kerak emas. Mana tushaldi. Move bilan tochkasidan o'shamiz, pastga tushiramiz. Mana ketdi. Tushunarlimi? Qolgan yon tomonlarimiz borki, misol uchun, men bular kerak emas. Move bilan bu yoqqa tortamiz. Mana tezda qo'yib olamiz shu qismlarini ham. Mana bular. Tak, mana bular ham kerak bizga. Faqat filtrga qaytasizlarda nесущий elementlarni olib tashlaymiz qolganlarini. Mana ketdi. Buni ham tortib qo'ysak ham bo'lardi endi. Tak, men bu elementni rushniy qilsam bo'ladi mana. Buni bu qirasi to'g'rilaymiz. Atak qolursa ham zarar qilmaydi. Prosta har tomon akkuratni chiqishini to'g'rilab qo'yganman-da. Tak, bu bunga mana fasad tekstlab olish uchun to'g'rilab oldik. Mana bo'ldi. Akkuratni chiqayotgan fasadlarimizda. Tak. Telegramni tortib qo'ydik, xabarlar kelmasligi uchun. Keyin endi nima qilamiz? Endi men tepa qavatlarga berishim kerak. Bu formamiz 7-qavatgacha borgan ekanda, aytaylik 7-qavatga qaytganda kolonna yo'q. Endi men bu yerga kolonna berishim kerak. Kolonna o'shamiz, faqat 400 li variant kerak deymiz. Va setkani olib turib, setkani o'ziga shuni qo'yib olamiz. Готово etsam bo'ldi. 3D ga qaytganda ko'rishingiz mumkin. Tepa qismda ham kolonna tushdi. Mana. Fasadlarga hammasi to'g'rilangan holatda tushyapti. Endi yana hammasini tanlaysizlar. Endi bu elementimizni tomgacha borish kerak. Mana. Katta tepaga. Tushunarlimi? Men bu yerda balka berilgan. Balkani tanlaysizlar. Bu kopiyasini olasizlar. Start qilishimiz kerak vid bo'yicha 1-qavatdan boshlab tepa qavatgacha deymiz. Okay. Katta tepa qavatga ham. Mana tushyapti. Endi bu kompyuteringizni kuchiga bog'liq, qancha vaqt olishi, ba'zida tezroq, ba'zida sekinroq bo'lishi mumkin. Tak. Nima deysiz? Sizni kompyuteringiz qanaqa? Meniki Ryzen 7 mi? Ismida ham shu bor. Ryzen 7 8000X bo'lishi kerak. Mana. 8000X bu. Pamyati 64 GB, 36 korpusda. Yana bir narsa, agar kimdir notebook olmoqchi bo'lsa yoki PC olmoqchi bo'lsa, maslahatlashinglar gruppada ham. Chunki bizda asosiy instrument shu narsa-da. Kompyuterimizda muhim bo'lishi kerak. Hisobga olinglar, agar notebook yoki PC olish maqsadi bo'lsa, men tavsiya qilaman har doim PC notebookdan ko'ra ancha yaxshiroq. Misol uchun $1000 bor, ya'ni 1000+ bor. Notebook olmoqchisiz, undan ko'ra PC maslahat beraman. Agar siz notebookni ko'chada olib yurish maqsad qilmoqchi bo'lsangiz, muammo yo'q, oling. Lekin uyda ishlamoqchi bo'lsanglar, unaqada biz PC olish maslahat beramiz har doim. Chunki o'sha $1000 notebookingizdan ko'ra $1000 yig'ilgan PC'ingiz ancha kuchliroq, ancha sifatliroq hamda, tushunarlimi? Imkon borki Ryzen olish tavsiya qilamiz Inteldan ko'ra. Intel ham Ryzen ishlatganmiz, prosta Ryzen bizning soha uchun yaxshiroq ishlaydigan variantda. Ryzen 5 3600X variantlarini tavsiya qilamiz. Eng kamida bo'lsa Ryzen 7 dan boshlangan. Hozirgi kunda unaqa bu prosessorlar qimmat emas. Ryzen 7 8000X vaqtida juda qimmat bo'lgandi, lekin hozir juda arzon. Men eng qimmat vaqtida olganman. Ayniqsa video kartani eng qimmat vaqtida mana shu 3060 RTX 12 GB lik variantni, gaming variantini 840 qo'yganman. Hozir 400 narx, 2 barobar tushib ketgan narxi. Tushunarlimi? Prosessor ham shunaqa juda arzon bo'lib qolgan. 200 ham bormasa kerak bu prosessor hozir. Oldin 415 ko'rgandim. Shu. SSD masalasi, SSD o'zinglar uchun SSD o'yinlar kamida 500 GB bo'lgani ma'qul. Bo'lmasa 1 tera. Atak eng kamida 256 tavsiya qilamiz. Eng kamida. Bo'lmasa 500. 512. Tushunarlimi? Qo'shimcha SSD xotira bo'lgani ma'qul, kamida 1 terabayt. Shu. Pamyat operativni pamyatlar beramiz. Operativ pamyat kattaroq bo'lsa, ishlashchilar uchun ham yaxshi narsa-da bu. Imkon boricha 16 dan yuqori bo'lgani ma'qulroq variant va skoroslari hozirgi kunda 3600 bu o'rtacha bo'lib qolgan, 4800, 5000 ga yuqori skoroslarimiz bor-da. Ularni tavsiya qilamiz. Operativ ham chunki bizning ishimiz uchun muhim, lekin asosiysi Revit'da protsessor. Tushunarlimi? Video karta emas. Bu video kartalar Lumion uchun kerak, Twinmotion, Unreal uchun kerak. Lekin bizga Revit uchun imkon boricha men prosessorda baquvvatroq qilishimiz kerak. Tushunarlimi? Maslahat beramiz, imkon boricha AMD olinglar va PK bo'lgani ma'qulroq variant. Ham mazza ishlaysizlar notebookdan ko'ra.
monitor masalasi o'zingizlar qaranglar. 27 eng kamida. 27 o'zi yaxshi variant. 27 dan kattaroq monitorlar menga yoqmagan. 27 dan kichikroq noqullayroq. Atak 27 yaxshi variant. Mana ko'tarildi obyektimizda ko'rishingiz mumkin. Keyin bu yerda men bu kolonnamizni qarab olamiz. Bu yerda bu shu 0 dan 0 gacha deyapti. Lekin regellarimizda men bu pol sathiga chiqib qolgan. Buni ham hisobga olamiz. Hozir bitta narsa qilamiz. Men qavatga qaytdim, misol uchun. Tepada razrez kerak menga. Bitta razrez tashlayman bu yerdan. Men tashlab oldim. Ko'rishim kerak buni endi. Press qiladigan bo'lsak, mana razrez bor. Faqat videoni visoka ko'tarib qo'yamiz, mana bo'ldi. Tonki line. Endi qaranglar, bu yerda pol sathi bor-ku. Pol sathimizda 0 da qolish kerak-da. Bu 0 sathimizda demak pol bo'lishi kerak. Kafel, laminatni bosishimiz kerak. Bizga periklitim kerak endi. Periklitim men plita emasda monolit qilmoqchiman. Demak, monolit qilmoqchi bo'lsam, obyektimni men bu yerda tak ichki qismdan ishlab olishim kerak ekan. Yana bir narsa, mana bunda material yo'q ekanda. Demak, biz bitta materialni kopiyasini olib tashlaymiz hozir. Mana jelizli beton materialni olamiz. Reglimizni ham tanlaymiz, ichki qismiga o'tib turib, materialni sayt qo'yamiz. Okay desak, tushadi sirasi. Mana tushyapti. Mana material tushdi. Endi perikitiya kerak bizga. Perikitiya asosida qilamiz. Tak, sal teparoq qazib qo'yaylik, bo'ldi. Mana perikitiyani hisobga olinglar. Tak, paintga qaytaman bir marta. Tak, buni ham maslahatlashish kerak. Aytaylik, mana bu 0 urin. Ham 0. Mana bunimizda bizda regelimizda turibdi bizda. Mana bu regel. Tak, regelimizni ustidan biz agar plita qilmoqchi bo'lsak, plitamizni 120 150 sm masofada chiqazib qo'yamiz. Mana bu plitamiz. Mana. Tushunarlimi? Plitani chiqazamiz. Keyin mana bu qolgan joyiga sizning poyez qo'yib yuboramiz. Alohida yana monolit formani o'zini shu bo'tib qolgan, ortib qolgan joyiga sizning poyez qo'yib to'ldirib yuboramiz. Bo'ldi. Plitamizda qoldi. Keyin plitani ustki qismida biz pol ishlashimiz kerak-ku. Demak, bu plitaning razmeri necha bo'lishi kerak bolalar? 22. 22 qilamiz plitaning razmerini. Men balki har xil 400, 500, 600 dan bo'lishi mumkin visatasi. Bu ustidan keyin biz 80 millimetrli stejga qo'yishimiz kerak. Tushunarlimi? Mana bu 80 millimetrli stejga bo'lishi kerak ekanda. Chunki bu yerda 22 berganmiz, umumiy pol sathimiz shunda 300 ga to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? 300 bo'lish kerak buning razmeri. Lekin hozirgi kunda plitadan ko'ra monolit variantlarimizda ko'proq uzoqlashamiz. Demak, mana bu yerda regelimiz bor. Mana regelimiz. Regelimizning ustidan monolit qilmaymiz-da. Hozirgi kunda men bu yerda misol uchun 20 mana santimetrlik monolit forma beramiz. Mana 20 bu. Mana 20 lik monolit qildik. Lekin hisobga olinglar, birinchi regel qo'yib turib, keyin monolit qilishmaydi hozirgi paytda. Hozirgi kunda birinchidan ham regelimizning misol uchun formasi 40 lik. 40 ga 40 berilganda 20 cm joyiga monolit forma uchun rasvor qo'yiladi. Mana rasvor qo'yildi. Bu rasvor qo'yilgandan keyin apolovka qo'yib turib tagidan apolovka bilan seyli mana bu regelimizning qolgan qismini ham qo'yib yuborishadi. Tushunarlimi? Mana. Ya'ni bitta seyli qilib qo'yishadi. Shunda bu ham regel, ham monolit qismimiz bitta bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Bizda ham Revitda shunaqa ishlab ketishimiz kerak. Ya'ni ko'rsatib ketishimiz kerak bo'ladi. Keyin men 20 edi-yu. Buni tepasida mana 100 millimetrli stejkamiz bo'ladi. Ya'ni bu stejkaning ichida faqat stejkani o'zi emas-da, balki mana bu laminat bo'lishi mumkin. Balki bu kafel bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Mana shu qismimizni biz kiritishimiz kerak. KP1 mi yoki bu laminatmi? Shuni berishimiz kerak bo'ladi. Bu jihatlarni ham hisobga olamiz. Demak, mana bu 0 atmetkamizni tepaga chiqar ekan. Bu 0 bo'lgandan keyin biz regelimizni 30 pastga tushiramiz. Lekin mana bu holatda mana buni ustun 0. Demak, mana bu qismimiz -100 ga tushishi kerak ekan. Biz hozir monolitni ko'ramiz. Demak, regellarimizning hammasini tanlashimiz kerak. BBC qilamiz proyekt bo'yicha va atmetkasini -100 ga tushiramiz. Bir tomon hozir tushadi hammasi. Tekshirib qarab ko'rasizlar buni. Chunki regelni ham ikkita o'qib borda, boshlang'ich va yakuniy o'qlari bor. Ikki tomonlarini birdan tushib olishimiz kerak. Tushdi mana bir tomoni. Metoz qavatni juda baland qilganman. O'shaning hisobiga ozroq vaqt ketyapti. Tak. Mana bir tomon qiyshaydi, endi ikkinchi tomoni ham.
minus 100 deysizlar, bo'ldi. Ketdi bu ham. Prosto mishkani bu yoqqa chiqarsa, ekran ustiga o'zi avtomatik bo'laveradi. Ya'ni bu yerda print bos shart emas-da. Mishkani bu yoqqa chiqarishlari bilan ishlab ketadi bu narsa. Tushunyapti? Qo'shimcha savollar bormi, bolalar? Qanaqadir savollar bo'lsa aytib turishlari mumkin. Hozir legal bilan kolonlarni legal bilan mana bitta qo'yib ketaveradi, to'g'rimi? Shunaqa. Qanaqa darar yo'q ertaga. Yo'q, zarar yo'q. Facebook chiqadi. Yo'q. Baquvvat bo'lib turadi. Misol uchun qaranglar, mana bu yerda biza fundamentda ham har xili bor-da. Bu splashnoy variant, lekin lenchning fundament ham bor-da. Aytaylik, bizda devor bor, mana bu yerda devor olaman hozir, oddiy. Misol uchun mana devor chizaylik. Mana bu devor bor-da. Mana bu yerda konstruksiya bo'limida lenchning fundament ham bor-da. Ya'ni lenchning fundament ham berish mumkin. Bu faqat o'sha devorlarimizning liniyasini ostida harakatlanadi, ko'rishingiz mumkin. Bu uchastkalarda qilish mumkin, lekin kattaroq obyektlarda biz mana bunaqa splashnoy fundamentdan foydalanamiz. Chunki aytaylik, pastki qism misol uchun zilzila bo'lganda mana bu sinib ketishi mumkin devorlarimizga. Sinib ketish ehtimoli juda katta. Chunki bu bir-biriga bog'lanmagan formada. Mana bunda misol uchun obyektimizda aniq bir idishni, ya'ni fundament qismida bog'langan va mana bu kalimalar ko'tarilgandan keyin bu regellar bilan obyektimizni bir-biriga bog'lab chiqamiz. Tipa bu aytaylik, qoziqlarni qo'qib chiqqandan keyin agar bir nechta qoziqni bir-biriga bog'laydigan bo'lsanglar, baquvvat bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa narsa-da bu. Bir-biriga bog'langan va bu yerda perikitiyani ham bunga qo'shib yuboryapmiz-da. Ya'ni yaxlit bitta zich forma hosil bo'ladi. Tushunarlimi? O'shaning uchun hozirgi kunda deyarli hamma qurilishlar biz ishlatgan proyektlarda va turklarni ishlatgan proyektlarda ham xuddi shu narsa. Ya'ni o'zi birinchilar ko'rgandim, turklarning proyektlarida xuddi shunaqa ishlangan. Ya'ni regl bilan o'sha perikitiyani bitta qo'yishardi turklar. Hozirgi kunda bizda ommalashib ketgan shu texnologiya. Tushunarlimi? Keyin kolonnamizni ham tepadan 100 tushirib qo'yamiz pastga. Mana, tekst bo'lishi uchun-da. Chunki bir-biriga bog'laymiz bularni hammasini. Mana turasi ham o'tadi. Bu tag qismi ham bor-da, 100 tushirib qo'yamiz pastga. Mana ko'rasizlar bo'lganmi? Pastga tushadigan bo'lsa, mana yerda kolonna tepaga chiqib qolgan-ku. Buni ham o'zini o'qga to'g'rilab qo'yamiz hozir. Tanlaymiz. Buni ham tag 100 tushadi pastga. Chunki stechkamiz bor-da. Tepasi ham 100 tushadi pastga. Mana, tushunarli. Endi akkuratni forma chiqdi-da. Pastda men bu fundamentimizdan ham 100 mm tushirib qo'yamiz pastga. Endi men buni stechkamiz mumkin. Bu fundament yo'qolmaydi-da, ustidan mana bu stechka qilamiz albatta. Alohida. Mana, bu yasaldi. Endi perikitiyasi bor, perikitiyasini berish kerak. Devorlari tepada parapet qismini ishlab chiqamiz. Shu bilan obyektimizni ancha ko'lanib qoladi, karkas qismlarimizda. Bu ko'rishlar mumkin. Endi bitta perikitiyani ko'rib ketsa yaxshi bo'lardi. Tak vaqtimiz ancha kamayapti. Demak, perikitiya. Bu yerda ko'rishlar mumkin, har bitta qavat alohida ishlab chiqildi. Endi perikitiya. Perikitiya minus 1 ga qaytib oldi. Menga perikitiya kerak. Demak, bu yerda arxitektura bo'limida bizda alohida perikitiya bor-da. Arxitekturniy varianti bor. 220li plita beton berilgan. Bu mana anaqa o'zi bu, plita o'zi. Lekin menga bu yerda plita beton 200 berilgan. Bu mana aytma o'zi. 200 ligini tanlab oldik. Bu yerda material bormi? 200 beton berilgan. Okey deymiz, bo'ldi. Okey. Endi formani chizib olishimiz kerak. Qanaqa joyga joylashganligini bilishimiz uchun. Atak splashnoy qilib berib olsa zarar qilmaydi-yu, prosta biri-birini chigib ketadi. Shuning uchun men odatda akkuratni ishlash uchun maqsadida buni har bitta qismlarini alohida qilib chiqaman. Ya'ni har bitta qismni mana bu tarzda ichidan chizib chiqaman. Tushunarlimi? O'zi hayotda xuddi shunaqada ichidan ketma-ket ketadi. Endi mana bu qismlarimizni misol uchun kopiyasini olishimiz mumkin-da. Aytaylik, menga maytda pastdagi element qilib olsam, to'g'ri tushar ekan shunda. Mana buni bunga keyin ikki tomonga bog'laymiz. Tanlab kopiyasini olish mumkin. Tak, mana ostdan pastga tushiramiz. Mana keyin pastga tushiramiz. Keyin buni pastga tushirib qo'yamiz mana. O'zini mana buni ham tushiramiz. Endi hammasini tanlab turib, o'z bo'yicha kopiyalash mumkin. Ketdi. Tak, yana tashlaymiz kengilariga. Bo'ldi mana. Mana bu o'rta qismida forma kerak emas edi bizga. Mana bu kerak emas, bo'ldi.
okey deydigan bo'lsak, alohida forma yasaldi va razrez bo'limida ko'rishimiz mumkin. Bitta razrez bergandik. Tak, mana перекитamiz. Faqat перекитimiz 200 lik bo'lgandan keyin bu ham 100 pastga tushadi. Mana tonki line ko'rishlar mumkin. Mana forma ketdi bu yoqqa qarab o'sdi. Mana bitta ulanmay qolgan joyi bor deyapti. Buni tekshirish kerak. Qalamchani bosasizlar, mana bu narsa bu yoqqa tegmagan ekanda mana. Ya'ni o'sha regelimizning o'ziga tetkizib qo'yishimiz kerak. Tak, tanlaymiz. Mana o'sha yopishtirib qo'ysak, menimcha hamma qismi bo'ldi, qolganlari ham. Gatovo, razrez qaytamiz, mana yopishdi. Keyin shu elementni o'zini men misol uchun kopiyasini olishim mumkin. Даже buni bitta gruppa qilib qo'yib, keyin kopiyasini olishimiz ham mumkin. Aytaylik, men hozir shuni bitta gruppa qilib olaman. Mana, gruppa qildim. Endi kopiyasini olaman-da, start qilaman tepa qavatlardan boshlab oxirigacha. Mana ketdi hamma qavatlarga. Tushunarlimi? 3Dga qaytganda ko'rishlari mumkin. Перекитimiz hamma xatga joylashdi. Endi bu gruppa qilingan sababi aytaylik, birorta izmeniya qilmoqchimiz. Misol uchun aytganimga lisensiya bo'lishi kerak. Aytaylik, gatovo bosib qo'ydik. Tak, birinchi -2 ga qaytib olaman. Zina masalasi bor bizda. Zina ishlamoqchiman. Zinalarimizni shu qavatlarga to'g'rilab ishlamoqchimiz. Aytaylik, arxitektura bo'limida lisensiya bor-da. Zina biroz qiyinroq Revitda ishlash, hozir ko'rsatamaslarga shu istar formani. Aytaylik, manbetdan bunaqasiga, tak, manbetdan nechta ekan bu yoq? 20 ta ekan, demak 10 ta shak bu yoqqa. Tak, keyingisi manbetdan 10 ta shak bu yoqqa deymiz. Mana yasalimizni. Gatovo, sizga tayyor. Olib tashlaymiz kerak elementlarni. Ramka vibra bor. Tanlab kesib olish mumkin, uni ko'rishlari mumkin. Forma yasaldi. Tushunarlimi? Endi misol uchun bitta razrez kerak bizga, chetda razrez. Aytaylik, bu formani ham men yon tomonga to'g'rilab ham qo'ysak bo'ladi bo'lgan. Aytaylik, izmenitda align bor. Tak, men to'g'rilab qo'yishim kerak. Yon tomonga masofasi qancha? Misol uchun bitta o'lcham bersak ham bo'ladi men. O'lcham tashladimmi? Forma o'shamanda keyin 200 ga to'g'rilansin deyman, bo'ldi. Olib tashlayman buni yon tomonga keyin. Mana bu masofa uchun qanaqa berilgan? O'shamizni 200 ga to'g'rilaymiz. Okey deyman, yon tomonga yopishdi mana. Lekin bu sal yon tomonga tortilsa ham, aytaylik 1200 joy qolish kerak deyman. Okey deymiz, endi ketdi mana. Ko'rishlari mumkin. Endi shu formani o'zida bitta razrez tashlaymiz, razrez. Men bitta kesmoqchiman, faqat teskari tomonga qarataman. O'sha yerda teskari tomonga shuni buraveramiz buni. Burilgandan keyin ko'rish chegarani ham o'zgartirishimiz mumkin. O'sha turib, prechi qiladigan bo'lsak, telesensamiz bor. Tepadan ko'rsa, forma to'g'rilamaydi. Men bu lisensiya nastroykalari bor hali. Ichidan to'g'rilab olish kerak bo'lgan jihatlari ham bor. Mash misol uchun 150 dan berilganda, tak 150 gimiz qosinlik, monolitimiz bor-da. Monolitimiz 200 lik ekan. Buni to'g'rilab ketishimiz kerak. Har doim shu 200 ga mos qilib ishlab chiqishimiz kerak. Ammo ishlarimiz 150 dan tushadi, muammo yo'q. Ikki aytaylik, bu lisensiya tepaga ham kerak bizga. Aytaylik, balki bu qavatlarga to'g'rilab ketishimiz kerak bo'lishi mumkin-da. Mana bu qavat endi bu aylanib qoladi. Ancha aylantirib chiqarishimiz kerak. Hozir bunga lisensiya vaqt yo'q. Men shunchaki buni tepaga vibrat uровень qilib, misol uchun bog'lab olishim mumkin-da. Men bir nechta qavatlarni ushlab turib, buni gatovo desam, misol uchun ketdi deb qarab. Ko'rasizlar? Esa beryapti hamma qavatlarga. Lekin bu bunaqa ishlamaymiz biz. Odatda zinalarimizni har bitta qavat bo'yicha akkuratni yasab chiqamiz. Даже mana bu lisensiyani planga qaytgandan keyin 2 marta ustiga bosaman-da. Alohida prolet ushlab turib, manbetdan bu yoqqa bitta tashlayman. Yana prolet bilan keyin bu tochkadan bu yoqqa tashlayman. Mana ko'rasizlar, gatovo degandan keyin razrezda ko'rishlari mumkin. Men akkuratni bir-biriga burilib o'tib ketyapti. Xuddi shunaqa ishlaymiz-da. Bu poshatka qismlari bakkiga tashimiz mumkin ham-da. Manbetda bu prosta monolitimiz, lekin bu yerda ustida stechkasi ham bor-da hali. Keyingi masala, bu yerda bizga berishimiz kerak bo'lgan narsa, mana bu perikiti kesilish kerak. Shaxta berish ham mumkin kerak bo'lsa. Aytaylik, bunga men shaxta bermoqchiman. Tak 2 marta bosaylik, men buni yonga biroz yopishtirib qo'yish mumkin. Aytaylik, navbatga men to'g'rilab qo'ydim, gatovo deyman, misol uchun mana. Endi shaxta kerak. Arxitektura bo'limida shaxta bor, shu sizlar raka olasizlar. Turburchak format to'g'rilab okey desak, yasaldi. Bu faqat aytaylik, bu tepa qavat 19-qavatda ham balki teshib chiqsin deymiz, ya'ni ham teparoqda. -2 dan teparoqda, misol uchun bu 1500 tepada 3Dga qaytganda to'liq shaxtani kesib beryapti bizga.
Tushundingmi? Endi faqat mana bu prekitlarimizni akkurat tashlashimiz kerak-da. O'sha to'g'rilab formalarni yopish qismlari bor-da. Misol uchun mana bularni bunga yopishtirib qo'yishimiz kerak. Bularni ham akkuratni o'ylab ishlash kerak hammasini. Keyin mana bu birinchi qismga qaytgandan keyin plashatkani eskizni o'tkazib turib, eskizni variantni o'zida ham alohida plashatkani modellashtirib qo'yishimiz kerak. 3Dga qaytgandan keyin formani ko'rishingiz mumkin. Tak yana bitta tekisli qo'shamiz bunga. Готовится mana tepasiga masaldi, готовится mana masaldi. Tushundingmi? Endi qolgan qismni ham lestitsalarini ketma-ket aylantirib ishlab chiqaveramiz shu tarzda. Tushunarli bo'ldi. Gruppada ham shu narsa bor. Bu shaxtada qilindi-yu. Kerak bo'lsa gruppani ichiga kirib turib ham, misol uchun men bu gruppada bitta element tanlab oldimda, o'rtasiga men shaxta bermoqchiman, shaxta bermoqchiman misol uchun mana. Готово deyman. Готово etsam, hamma qavatda shu qismni o'zini kesib beradi, perkitsiyasini. Ko'rishingiz mumkin mana. Hamma qavat teshildi. Tushunarli? Mana. Yoki shaxta variantida, yoki shu gruppa variantining o'zida ham perkitsiyani o'zgartirib ishlasak bo'ladi. Mana. Konstruktiv qismi xuddi shu tarzda ishlab chiqiladi. Razrezlarni ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa qilib oldik. Bu hozir oddiy karkas qismi faqat. Bu karkas qismining o'zida biza proyektimizning karkas qismini bunaqa sodda bo'lmaydi albatta. Bundan ancha murakkabroq bo'ladi. Xuddi shu tarzda ketma-ket ishlab chiqaveramiz. Sizlarga namuna ko'rsataman. Razrez misol uchun mana bu blokda qanaqa ishlangan. Bu obyektga kirish qismida bitta karkasini qo'ysak, qolgan qismlar keyin asosda ketaveradi hammasi. Misol uchun list bor, razrez 1 degan. Hozir ko'rasizlar mana bu listni. Ochilyapti mana. Bizning razrezimiz hozir dejurniy razrez bu. Ko'rishlar mumkin. Hech narsa yo'q hali. Hech narsa yo'q bunda. Mana bu razrez o'zi ancha murakkabroq bo'lganda ko'rishlar mumkin. Fundamentlari mana stechkasi misol uchun yuz tashlaganmiz-ku, mana stechkada shu narsa. Mana bu yerda ham bor. Regilimizda qolgan qismi. Grafikasini ham ko'rib turibsizlar. Ancha farq qiladi grafikasi. Biz grafikasini men buni so'zlaroq qilganmiz proyekt uchunda, lekin aslida grafikasi bizning shablon bo'yicha bunaqa emas. Bizning shablonda grafikasida biz odatda естественный qo'shamiz. Mana bu soyani ham qo'shib qo'yamiz. Lekin buni qo'shmasligimizning sababi hozir juda ko'p muammo bo'ladi. Ya'ni PDF qilganda muammo yo'q, lekin AutoCAD ham qilib beramizda ba'zida. Bu AutoCAD qilib bergan vaqtimizda AutoCAD bu so'zni o'qimaydi. Demak, buni faylni ham DVG qilib bermaydi-da, JPEG qilib beradi. O'shaning uchun odatda biz buni so'zni o'chirib qo'yamiz. Hammasini o'chirib qo'yamiz bo'ldi. Tushundingmi? So'z qo'ygandan keyin qo'shishlari mumkin. Lekin so'z qo'ygandan keyin ham nastroykalari bor. O'ziga yarasha, ya'ni grafikasini nastroykalari bor. Tem yoqildi. Lekin bundan tashqari освещение bo'limida nastroykalarni qo'shimcha. Mana bu tem uchun 10 bo'lish kerak deymiz. Okay deymiz mana. Endi grafikasi ancha qiziqarliroq chiqyapti. Grafik jihatdan berish mumkin. Mana. Ko'rishlar mumkin. Tepada shu chada qismida chiqadigan yuklarimiz berilgan. Tom qismida chiqadigan elementlarimiz ограждение, trubalar ish bergan. Tajribada biz beramizki, vodoprovod trubasi ham bor-da. Obyektda suv qayerdan sizib chiqib ketadi. Hammasini beramiz. Har bitta elementlarni ko'rsatamiz. Qo'shimcha bunaqa fragmentlar beramiz. Ko'rishlar mumkin. 3D fragmentlar, 2D fragmentlar, qo'shimcha sostavlarni ko'rsatamiz. Mana shu. Lessons ham ko'rishlar mumkin. Hammasi ishlab chiqarilganda. Tushunarli? Qanaqadir savollar bormi, bolalar? Savollar bormi? Bunga xolasa men ertaga proyektni aniqlashtiraman. Yangi proyektimizni. Bu kursimizda narigi gruppani proyektini qilmaymiz. Boshqa yangi qiziqarliroq proyekt topyapman. Xudo xolasa ruxsat berishsa, o'sha proyektni ishlaymiz. Bo'lmasa boshqa proyekt ko'raman yana. Mana, ko'rishlar mumkin. Bu chada qismlari, shu tom qismlari ko'rsatilgan mana. Mana shunaqa xudo xolasa proyektimiz mukammallikda bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Bu o'quvchini ishlayim bo'ling. Mana. Tushunarli? Savollar bormi, bolalar? Savollar bo'lsa, aytishinglar mumkin. Men sizlarga hozir faqat Revitda bir kirish qismi bo'ldi. Ozgina tushuntirdim. Revitda qanaqa tezlikda nimalar qilish mumkin. Bu hali hammasi emas. Bundan ham qiziqarli narsalar bor-da. Bu o'zimizning O'zbekiston hududidagi ishlanayotgan turar joylarga o'xshaydi. Domla yosh tursin Sergelida shunaqa ko'rinishda, shunaqa vidda domlar juda ko'pda.
Bu oddiy ko'rinish faqat. Biza buni balkonlarini chiqarib, fasadlari, atdelkalari bor. Ular bilan ishlab chiqamiz. Misol uchun men bunda ko'rishingiz mumkin, fasadda har xil elementlar bor. Mana bu misol uchun alohida atdelka berilgan ko'rsam mumkin mana. Atdelkani o'zi alohida-da. Siz tanlayman shu tuzdan ramkada qirqishim mumkin. Men qirqdim. Devorning sostavini ko'rmoqchiman. Sal qirqib olaman yonga. Teparoq qazib olaman. Mana truba ham berilgan. Bu vodostochniy trubada. Trubaning uzunligini ham chiqazib beramiz. Mana ko'rishlarim mumkin mana berilgan. Tak sal pastroq tushiramiz. Devorda sostavini bittan ko'raylik mana. Mana. Alohida atdelkalar, mana bu patologiya ham berilganda. Mana. Mana bu qismda patologiya ham berib qo'yilgan alohida. Tak fasadga zo'r qazaylikchi. Mana. Men bu alikabond berilgan misol uchun. Mana alikabond 40 lik berilgan, belay oq variantda berilgan ekan. Men bu yerda alohida forma qo'shilgan. Bu ham o'sha patolog formasidan ketgan. Mana ko'rishlarim mumkin. Bu alyuminiy rechniy patolog berilgan bu yerda alohida. Formalari, eshiklarimiz. Men bu yerda kafel berilgan. Mana bu kafel alohida ko'rishlarim mumkin. KP2 da berilgan ekan. 100 lik. Men bu yerda alohida konsol chiqazganmiz formamizda. Mana konsollari bor. Bu yerda alohida atdelkalari, alohida formalari ketma-ket ko'rsatish qilingan. Yana biroz qiladigan bo'lsak, mana atdelkasi. Men bu fasadda alohida travertin berilgan, faqat kirpishli variant, ya'ni kirpishda o'zini fakturasini beradigan element qo'shilgan ekan, xolosda. Mana. Tushunarli? Sizlar ham xudo xolasa shu ko'rinishga kelasizlar. Kursimizda 2 oy, haftada 3 kun, 1,5 soatdan dars o'tamiz. Vaqtini 7 ga bir mo'ljal qilgan, lekin ulgura olmaskanman, chunki ishdan 6 da chiqaman, 7 ga kelaman, ozroq tanaffus qilib, 7:30 da dars o'tamiz. Xudo xolasa 7:30 dan shu darsimizni boshlaymiz. Haftada 3 kun ketadi. 2 oy dars bo'ladi. 1 oyda 10 tadan, buni hammaga aytganman. Qaytarib o'tyapman. Keyin bizning tanlangan proyektimiz balki murakkabroq bo'ladigan bo'lsa, 20 ta dars emasda 22 ta, 23 ta, balki 25 ta bo'lib qolishi ham mumkin. Bu o'tilingan qo'shimcha yarim oy uchun pul to'lamaysizlar. Avvalroqda, ya'ni to'lamaydi. Bu men o'zimdan hisobim ketadi, chunki bitta proyektni biz 0 dan tugatamiz oxirigacha. Faqat 2 oylik dogovor qilingan xolos. Bo'ldi. Tushunarli? 2 oyda o'tadigan bo'lsa, sizlarga zarar bo'lmaydi. Keyin biz proyektda tanlangandan keyin bitta proyekt ustida 0 dan ishlaymiz. Faqat ungacha vaqt bor. Ya'ni taxminan 5 tadan 7 taxminan shu 5 ta. 5 tadan 7 tacha bo'lgan darsimizdan ichida faqat instrumentlarni o'tamiz. Ya'ni 5-chi, 6-chi, balki 7-chi darsimizda faqat instrumentdan bo'ladi. Endi Revit bilan tanishamiz. Birdan proyekt ishlamaymiz. Birinchi oddiy devorlarni chizish, devorlar sloylari, shablon nastroykalari, qo'shimcha atdelkalar chizish misol uchun har xil kichikroq formalar ko'ramiz. Kichkina o'lchalar bo'lishi mumkin, turburcha formalar misol uchun, obyektlar bo'lishi mumkin, bo'ldi. Keyin dars o'tamiz. Ya'ni u darsimizda 7-darsimizda misol uchun biz aytgan proyekt tanladik. Shu proyektni tanishib chiqamiz chizmalari bilan. Fundamentdan boshlab yasab chiqamiz. Lekin aytaylik bitta darsda biz 7-dars edik. Faqat karkas yasadik. 8-darsda biz faqat plan chizib o'tirmaymiz. Men sizlarga devor chizish ko'rsataman. O'sha sizlarga kelishib qolgan bo'ladi. Keyingi darsgacha polnisi devorlarni chizib, eshikron bilan qo'yib olib kelasizlar. Aylanmang yuborasizlar. Men ko'rib chiqaman va eng yaxshi ketayotgan o'quvchining ishini olamizda o'sha ish bilan davom etamiz. Ya'ni butun boshli 1,5 soat bo'lmaydi, faqat plan chizib, zerikarli qilmaymiz. Plan chizdik, ko'rsatdim. Masalan, 10 minut vaqt ketdi. Plan chizishga-da va qanaqa savollarga. Sral pauza qilamiz. Ikkinchi mavzu. Misol uchun, eshik yasash bo'lishi mumkin yoki-da balkonlarimizda qanaqadir obshivkalar qilishimiz mumkin. Men balkon qismlari uchun agrajini berilgan, agrajini yasashimiz mumkin. Tushunarli? Ya'ni keyingi mavzuga ketma-ket o'tib boraveramiz. Bitta proyektda agar 0 dan bittalab o'zim yasab chiqadigan bo'lsam, bunga 3 oy ham yetmasligi mumkin. Yetmaydi aniq. Tushunarli? O'shaning uchun biz mavzularga bo'lib o'tamiz. Ham sizlarga qiziqarliroq bo'ladi nisbatan. Bitta planni 1,5 soat chizishga u arzimaydigan narsa. Tushunarli? Bizga hali gaplashamiz. Planirovkada misol uchun planda kamchiliklar, kvadratlari, normalarimiz bor, shenkalarimiz bor. Bular bilan ham sizlar bilan imkon boricha ketma-ket gaplashib olamiz. Tushunarli? Xudo xolasa men reja qilib turibman. Zamonaviy uslubda
dom bo'ladi yokida klassik fasad ishlaymiz. Klassika bo'lishi ham mumkin, katta ehtimol bilan ko'ramiz. Tushunarlimi? Sizlarga qolsa qaysi ma'qul deysizlar? Qanaqa stilda obyekt ishlaganimiz ma'qul deysizlar? Menga yana bitta variant bor. Mana bu-da. Mana buni bitta bloki. Bu sodda ko'rinyapti yuqoridan, lekin jam murakkab obyekt bu. Juda ham bir murakkab obyektlardan bittasi bu ham. Tushunarlimi? Mana buni qaytarmaymiz, bu yetarlicha ishlab bo'ldik buni. Ichimiz kuyib ketdi bolalar bilan ishlaguncha ham. Bu juda sodda obyekt. Buni ko'rmaymiz, tak современный obyekt. Buni ham ayirni qilganmiz, lekin unaqa ko'p narsa o'rganolmaysizlar bu yerda. Faqat shunaqa stil obyekt o'rganib qolasizlarda. Klassikani misol uchun mana yerda obyektimizda bor. Balki ko'ramiz. Mana bu obyektga kimdir qiziqadigan bo'lsa darslariga, agar rezultatni zo'r ko'rsatsangiz, misol uchun kimdir rezultatni zo'r ko'rsatdimi, o'sha o'quvchiga men bu guruhdan darslariga tekinga dostуп ochib qo'yaman. Ya'ni natija zo'rmi sizdan? Men yordam berish uchun qo'shimchasiga sizga dostуп ochib beraman tekinga. Tushunarlimi? Faqat bu emas. Menda mana bu guruhdan darsi bor, mana bu Qibrayda darsi bor alohida. Shu proyektdan noldan ishlangan dars borda. Shu ikkalasiga dostуп tekinga beraman. Faqat sizlar natijani zo'r ko'rsatsanglar bo'ldi. Tushunarlimi? Bu Qibray loyihasi malaka oshirishda. Unga dostуп tekin bilan borasa. Chunki menda eng zo'r o'quvchilarimga har doim majburiy men bu guruhga o'tib, bu guruhdagi proyektni noldan ishlash majburiy. Chunki bu malaka oshirish uchun va современный obyektni ko'rishlar mumkin mana. Mana shu darslarni ko'rib chiqasizlar noldan. Bu ham qo'shimchasiga malaka oshirish qiladi sizlarga. Tushunarlimi bolalar? Men ko'rishlar mumkin. Juda qiziqarli obyekt bu ham. Bu ham tем более реальный proyektda ekspertizadan o'tgan va hozir o'zi qurilishni boshlagan bo'lish kerak menimcha. Mana. Buni gruppasiga tekinga qo'shib qo'yaman. Savollar bo'lsa, aytishlar mumkin. Kirish qismimizda shuni o'tdik, xudo xolisa sizlar bilan. Eshitaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xabaringiz bo'lsa, o'tgan hafta bundan oldin kursingizni sotib olgandim. Tak, siz 011 da ekansiz. Aha. Ham 2 oy oldin bo'lgan darsga joylashmasam. Lekin men gruppa kanalga qo'shildim. Sotib olganimga bir haftacha bo'ldi. Hozir 9-10 darsga keldim-da. Aha. Men shu loyihani yaxshi yopsam, men bu hozirgi kanalimga qo'shib olaysizmi? Muammo yo'q, muammo yo'q. So'ramoqchi edim. Shu hozir 7 ta darsiz boshlang'ich narsa ketyapsiz. Shunaqa. 7 ta darsiz bir oyga to'zib qoladi o'ylashmasam yoki 2 hafta 3 haftaga to'zib qoladi. 3 hafta borib qoladi. Agar sizga hozir men ishlayotgan proyektimda yaxshi natija ko'rsatsam, men kanalga qo'shib qolishingizni so'ramoqchi edim. Muammo yo'q. Agar rezultatni zo'r ko'rsatsangiz, bu guruhga tugagandan keyin men sizni sras qo'shib qo'yaman. Даже siz o'sha sizga qo'shgan guruhdagi proyektni zo'r tugating, qachon tugatsangiz men qo'shib qo'yaman. Tushunarlimi? Xohlagan guruhingizni qo'shib qo'yaman. Qachon tugatsangiz, o'sha qaysi guruhga shuni qo'shib qo'yaman. Imkoniyati bor o'quvchilar ichida. Onlayn darsda qatnashmoqchi edim, chunki so'ragan savollarim juda ko'p bo'ladi. Yo, savollaringiz bo'lsa, misol uchun, proyektda ishlash jarayonida ham menga tashlasangiz, men ko'rib chiqaman. Faqat kechki payt ko'rib chiqa olaman-da, shu kunduzi o'sha ertadan ishda bizda ham 9 dan 6 gacha ishda bo'laman, unda u vaqtlarda ko'ra olmasligim mumkin. Savol bo'lsa, yozavering bemalol. Men o'sha faylingizni ochib, ko'rib chiqib, kamchilikni aytib beraman. Chunki birdan bitta tugatib kelsangiz, baribir kamchiligi bo'ladi, qaytadan yana sizga zamchani berib tushiriladi faylingizga. Tushundim, rahmat. Mayli. Tak, yana bolalar savollar bormi? Qo'shimcha guruhimizda savollar bormi? Xudo xolasa ertadan keyin ikkinchi darsimizda va Revitda asosiy darslarimiz boshlanadi. Bugungi faqat kirish qismi bo'ladi. Bu hamma guruhda qilamiz shunaqa narsani. Kirish qismi. O'zi keyingi darsdan boshlaymiz. Revit dasturini noldan boshlaymiz. Misol uchun stillar bo'yicha savol bo'ladigan bo'lsa, menda stillar bo'yicha qo'shimcha dars bor. U darslarni mas'uliyat tashlab qo'yaman guruhga bonus sifatida. Uni ko'rib chiqasizlar. Bitta dars faqat stil gaplashganmiz. Minimalizm nima, qanaqa stil u, nimaga kerak, qanaqa odamlar uchun kerak minimalizm stili, misol uchun-da. Shunaqa darslarim bor alohida, ularni tashlab qo'yaman qo'shimchasiga. Misol uchun fasad ishlash bo'yicha darslar bor, vitrajli sistema bo'yicha. Bularni biz bu guruhga o'tmaymiz.
Unga qiziqadigan bo'lsanglar, reaksiya qoldirsanglar, men uni darslarini ham tashlab qo'yaman. Tushunarlimi? Asosan bu gruppada biz bitta real loyihani noldan ishlaymiz. Bu darsda men ko'rsatmadim proyektni. Ruxsat so'rayapman, xudo xolasa, firma rahbarlari ruxsat berishsa, o'sha proyektni ishlaymiz. Bir nechta proyektlar bor, lekin xudo xolasa bittasini olib noldan ishlab chiqamiz sizlar bilan. Imkon boricha men murakkabroq fayl tanlayapman, lekin oldingi gruppada ishlanmagan fayl tanlayapman. Bu aytib o'tganimdek, eng yaxshi o'quvchilarga bonus sifatida narigi gruppaga qo'shilib olish imkoniyatlari bor. Tushunarlimi? U video dars sotib olasizmi yoki da gruppada o'qiysiz farqi yo'q. Men o'quvchilarim o'sha qatorida bo'lsangiz, sizni qo'shib qo'yaman. Ish topish masalasi, misol uchun kurs tugatilgandan keyin bu gruppa yopilmaydi. Kamida 2 yil turadi. 1 yil turadi kamida, 2 yilgacha boradi. 2 yildan keyin yopilishi mumkin faqat. Tushunarlimi? O'sha mobaynda savollarni beraverasizlar bemalol. Даже undan keyin ham berishinglar mumkin. Даже ishlash jarayonida misol uchun qanaqadir qo'shimcha savol tug'ilsa, proyektingiz bo'yicha ham proyektingizni tashlab olsangiz, savollaringizni yuborsangiz, men o'sha video zapis qilib ham savolga javob qaytaraman. Tushunarlimi? Aytib o'tganimdek, birinchi dars misol uchun kirish qismi bo'ldi. Keyingi darslarga yetib boshlaymiz. Proyekt boshlangandan keyin darsimizni mavzularga bo'lib o'tamiz va o'sha mavzularni uyda qaytaribsizlar, ishlab, faylni keyinroq kelishinglar, imkon boricha biz gruppamizni natijasi yaxshiroq chiqadi hamda. Endi bu sizlarga ham bog'liq bolalar, faqat men dars o'tib ketaversam bo'lmaydi. O'rtada men pauza qilishim mumkin. Qaysidir darslarda men pauza qoldirishim mumkin, chunki mavzular ko'payib ketsa, men pauza qilishim mumkin, lekin har doim emas bu narsa. Tushunarlimi? Imkon boricha endi bloga kamida 2 soat yo'q deganda, bu bo'lmasa 4 soatdan harakat qilishinglar kerak bo'ladi bolalar. Shunda Xudo xohlasa 2 oydan 3 oygacha bo'lgan muddatda rezultat zo'r chiqadi. Menimcha 3 oy, lekin 2 oyda ham yaxshi harakat qilsa chiqadi. Mana bu proyekt ishlagan o'quvchi, misol uchun 2 oyda o'zini birinchi ayrini ishlab chiqqan, o kanalda ham qo'yganman, Bektemir degan loyiha. Birinchi ayrini o'sha 2 oyda ishlab chiqqanda, 3-oyda ham Qibray loyihasini ishlagan o'quvchim. Tushunarlimi? Savollar bormi bolalar? Kurs oxirida eng yaxshi o'quvchilarga ish topishga yordam beraman. Даже bizlar bilan Reventda ishlash imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Endi vakansiyaga qaraymiz, lekin ish o'rinlari hozir ham bor. Xudo xolasa, agar zo'r o'zlashtirsanglar, men bir nechta proyekt qo'shimcha beraman. Endi bu kursdagi proyekt tugatgan o'quvchiga, eng zo'r tugatgan o'quvchiga men Qibray loyihasi bor, bu yoki TJM bor, klassik dom bor edi. Uni gruppasiga qo'shaman. Shu ikkita obyektni noldan tugatgan o'quvchiga, zo'r tugatgan o'quvchiga, agar ish kerak bo'lsa, men ish taklif qilaman, xudo xolasa. Tushunarlimi? 1 oy stajirovka, 1 oy alohida sinov muddati bo'ladi. 2 oy ichida o'zini yaxshi ko'rsatsa, xudo xolasa, eng kam oylik o'sha taxminan 7 million bo'ladi, eng kam oylik. Endi bu o'zingizlar darajalarga qarab, balki birdaniga borib, misol uchun 10 million, 15 million ketishi mumkin. Bu o'zingizda endi ishingizni narxlaysizda. Shunga qarab oylik chiqib keladi, xudo xolasa. Lekin men aytib olaman, agar men aytgan topshiriq bajarsangiz, xudo xolasa, eng kam oyligingiz 2 oy o'sha sinov muddati malaka oshirish bilan 2 oy ketadi. 2 oydan keyin xudo xolasa eng kami 7 million oylik bor. Eng kamida. Bu mat 10 million bo'lishi ham mumkin, o'zingizga bog'liq bu yog'i. Tushunarli bolalar, savollar bormi? Sizlarni Revit firmalarida ishlash uchun minimal darajada nimadan bilish kerak? Revit, AutoCAD, Lumion mashinalarni bildim deydi. Shu bilan yaxshi ishlar olma. Sizlarda chiqaradi yoki bo'lsa boshqa ishxonalarda davom ettirib keta olasizmi? Bo'ladi. Bizda hozir men Lumionda ishlardim, hozir Lumionda umuman ishlamayapman. Sabab bizda bo'limlar bor-da. Arxitektura bo'lmish kiradigan bo'lsangiz, faqat siz nimada ishlaysiz? Revitda ishlaysiz. AutoCADchilar hozir olishmayapti umuman. Faqat Revitda ishlaysiz, ayr qilasiz. AutoCADda nimani bilishingiz kerak? Revitda ishlashingiz muhim, birinchi navbatda. AutoCADda faqat faylni olib kirishni bilsangiz bo'ldi. O'shani so'rashadi. Keyin 3D Max'da olmaz xabaringiz bo'lishi kerak. U ham nimaga? 3D Max faylni yuborishadi, chunki X-ray'chilar yuborishadi-da. Men o'lchamlarni olishga, detallarni o'lchamlarni, so'sha fasadlarni biz faqat foto renderdan emasda 3D Max faylni ham olamizda. O'lchamlarni o'lchab ko'ramiz, prosta. Diagonal uchun qanaqa bergan, o'shalarni ko'ramiz xolosda. Ya'ni faqat faylni ochib, bu yoqni tekshirib ko'rish uchun bilsangiz bo'ldi. Lekin asosiysi Revitda zo'r bilishingiz kerak. Lumion shart emas. Lumion o'zi uchun qo'shimcha, agar xohlasangiz
Lumenga olib kirib faylingizni ichida yurib ko'rishingiz mumkin. Atak biz Enscape foydalanamiz hozirgi kunda. Revitchilar orasida shu Enscape mashhurroq. To есть men Revitda fayl ishlab bo'lganimdan keyin Enscape plugin yordamida ichiga bir kirib yurib chiqaman. Zinasidan aylanib chiqaman. Qamatlarni bir ko'zdan kechiraman, chunki qanaqadir xato bo'lib qolgan bo'lsa ichki qismda o'shani ko'raman-da. Tekshirib chiqaman bir aylanib. Tushunarlimi? Tak, yana savollar bormi bolalar? Jahongir aka, Eshitaman. AutoCAD bilmaslik ishga kirishda muammo bo'lmaydimi? Yo'q, men o'quvchilarim orasida ko'pchilik AutoCADni ham bilmaydi. Faqat Revitda ishlashadigan bolalar ko'p. AutoCADni bir hafta tiklasiz, faqat nimani bilishingiz kerak aytdim-ku bu ya. O'lchamdan qo'yasiz, o'lchab olsangiz, fayl masshtabini to'g'irlab, import eksportini bilsangiz bo'ldi bizda. Qolgan ishni qilmaymiz AutoCADda. Hamma ishni Revitda qilamiz-da. Eshitaman. Aha. Armatura berishni biz ayarda qilmaymiz, konstruksiyada qilamiz. Arxitektura часть qilinmaydi. Biz arxitekturaga oid bo'lgan qismni ishlab chiqamiz. Konstruktorlarimiz o'sha armiravaniyasini hammasi ishlab chiqadi. Biz ayarda konstruksiya ishlarini qilmaymiz. Даже tom yasaymiz, lekin tom ichidagi yog'ochlarni ko'rsatmaymiz. Lekin kursimizning o'zida shu tomlar uchun karkas qismlari bor, yog'ochlarni terib chiqish, strapillarni qo'yib chiqish. Bularni ko'rsataman. Даже kanoklarni qo'yish, profnasiylash, formalashtirib chiqish, ularni hammasini ko'rsataman, lekin ayar ishlanganda yog'ochlarni, strapillarni taqsimlashni ko'rsatmaysizlar. Chunki u shart emas. Chunki uni konstruktor konstruksiya qismida ko'rsatadi. Armirovaniya, ya'ni armatura berishni ham biz ayarda bermaymiz, uni konstruktor konstruksiyada beradi. Agar xohlasanglar, armatura berishni ham ko'rsatib ketaman kurs ichida. Lekin u bizga shart emas, chunki u konstruksiyaning ichida. Aytaylik, siz tomda ishlagansiz, yog'ochlarni taqsimlashni berib qo'ygansizda, konstruksiyada ham berilgan. Uni misol uchun quruvchilargandan keyin ayarga qarab ishladim, konstruksiyaga qarab ishladim. Shu jihatlari bor-da. Qurilishlarini konstruksiyaga qarab ishlaydi. Ichki planirovkalari fasadlariga kelganda bizani ayar chasti chizmalarni olishadi quruvchilar ham. Tushunarlimi? Yana savollar bormi bolalar? Hozir mana Revitni polni o'rganib, konstruksiya darajasini ham o'rganib deydi. Keyinchalik bu konstruksiyadan o'tganimizdan keyin ligani ham o'rnini bosa oladimi Revit? Revitda расчет qiladigan konstruktorlar men ko'rmadim hali O'zbekistonda. Lekin Revitda o'zida ham misol uchun расчет qiladigan bo'limlari bor-da. Endi men qilmaganman расчетini. Men bu yerda alohida analiz degan bo'lim bor-da. Analiz bo'limida avtomatni o'zi qilib beradi. Ya'ni faqat bitta leraga o'xshab расчет qilish mumkin. Lekin O'zbekiston hududida men hali ko'rmadim Revitda расчет qilingan odamni. Konstruktor men bilganlarim hammasi lera ishlashadi. Bizani shu misol uchun Revitda shu lera ishladigan bolalar bor-da. Tushunarlimi? Ligani o'rnida to'laqonli bosa oladi. Yo'q, buni bilmadim aniqini. Lekin BIMda ishlayotganlar chet elda Revitda ishlashadi. Biz O'zbekistonda men ko'rmadim hali. Atak bosib beradi menimcha. Bosib beradi. Endi savollar bormi bolalar? Buni misol uchun YouTube'da videolari bor-da. YouTube'da rosa ko'p ko'rganman, shu videolari bor. Ya'ni analiz qilish, даже qor, yomg'irlarni, rashodlarni qilish, mana shu Revitda o'zida bor-da. Analiz bo'limida bor. Mana shu bo'limni o'zida qilishadi. Mana Jessica Svaz misol uchun ketganda quyoshlarni analiz qilish mumkin даже bunda. Solar analiz bo'ladi. Insight'da qildi, biroz oldin videoda ko'rgan bo'lsangiz, Insight'da qilib ketish narsalarni, lekin Revitda qilsa bo'ladi. Boya aytganimdek, ko'p ishlarni Revitda o'zida qilsa bo'ladi, lekin o'zining spes dasturlari bor-da. Misol uchun metal konstruksiya uchun Revit ham variant, lekin Tekla Structure bor-da. U variant, yaxshiroq variant o'sha. Ya'ni unda yana ham osonroq ishlash mumkin-da Teklada, metal konstruksiyada. Yo'llarni loyihasini bo'layotganda Revitda ham qilish mumkin. Lekin yaxshiroq variant u tepadagi inframoq dasturida. Tushunarlimi? Shunaqa jihatlari bor-da. Bitta universalniy programma emas-da. O'zini yana ham spes dasturlari bor. Revit o'zida hammasini qilish mumkin, lekin baribir bundan ham qulayroq dasturlar bor. Ya'ni o'zining spes yo'nalishlari bo'yicha Revit konstruksiya uchun, arxitektura uchun, OVK uchun variant. Hozirgi kunda mana shu chanslar uchun eng yaxshi variant.
Tushunarli? Tak, savollar bormi bolalar endi? Manda ham savol bor. Aha. Yo'qmi? Yo'q. Infraworkda ishlab chiqargan bo'lsa, yo'l infratuzilmalarini, peshobodlarni joylarida ishlab chiqargan bo'lsa, buni o'sha 3D modeling ko'rinishida olib o'tsa bo'ladimi? 3D modeling olib o'tib ko'rmaganman, lekin svязь qilsa bo'ladi. Har xil yo'llari bor. BIM dasturlarida, masalan, IFS degan format borda. O'sha formatda bir-biriga o'girish mumkin. Videodan ko'rgandek-ku, videoda ham masalan o'sha fayl o'zini Format Pro har xil sketchdan o'tkazishimiz mumkin-da. Ya'ni eksport qilish uchun даже pluginlar bor. Masalan, aytaylik faqat u dastur emasda, boshqa dasturlar bilan bir-biriga bog'laydigan qo'shimcha pluginlar bor. Masalan, Rhino degan dastur bor-da. Rhino bilan Revit. Umuman olganda bir-biriga taqqoslab bo'lmaydigan dasturlar, lekin bog'lasa bo'ladi. Mana bu yerda eksport qiladigan bo'libni o'zidan to'g'ridan-to'g'ri eksport qiladigan bo'lsak, bizga chiqadi. Format SAP, mana DXF, DNG, OBJ formatlar ko'pda. Olib kirish mumkin bir-biriga. Lekin mana bu format BIM uchun eng mashhur format. Shu formatni o'zida olib kirish mumkin turli xil dasturlarning ichiga. Bundan tashqari alohida pluginlar bor, bir-biriga bog'laydigan pluginlar. Tushunarli? Infraworkda ishlangan narsani biz Revitga olib kirmaymiz, chunki u boshqa texnologiyada ishlaydi. Ya'ni BIMda bo'lishi bilan qat'iy nazar, uni prinsip yo'nalishlari boshqacharoq-da. Ya'ni agar siz yo'llar loyihasini qilmoqchi bo'lsangiz, Revitdan ko'ra shu dasturingizda qilganingiz ma'qulroq variant. Masalan, Civil borda, Civilda qilish mumkin-da. Infrawork bilan Civil o'zida GIS fayl ishlash mumkin. Lekin Revit o'zida yo'l loyihalarini uncha ma'qul variant deb ko'rmaymiz. Tushunarli? Revitda shu arxitektura, konstruksiya, OVVK, ya'ni отопление, ventilyatsiya, kanalizatsiya quvurlari, mana shular eng optimal variant, eng yaxshi variant mana shular faqat. Qolgan частьlarni biz Revitda qilmaymiz. 3D Civilda qilgan ma'qulroq variant ularni. Tushunarli? Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, menda bitta savol bor. Aha. Arxitektura bo'yicha mana bu game planlarni ham Revit ishlasa bo'ladimi? Obyektiv to'liq tugagandan keyin game plan tepadan olsangiz bo'ladi. Allo. Ishlayaptimi? Ishlayaptimi ovozim? Endi ishlayapti aka. Obyektiv to'liq tugagandan keyin obyektivni tepadan ko'rinishni olishingiz mumkin game planlarini. Muammo yo'q. Даже relieflarni chiqarib olish mumkin-da. Bu bo'yicha menda qo'shimcha bonus tavsiya ham bor. Obyekt yasab bo'lingandan keyin, masalan, aytayotda tanish ko'rsataman sizlarga. Bizda game plan degan joy bor. Obyekt tepadan ko'rsatib beradi. Tomlar yasab bo'lingandan keyin ishlash mumkin-da. Undan tashqari forma game planda tepa borda, solid eskiz qilish mumkin-da. Masalan, 4 burchak forma olib turib, aytaylik, kattaroq olaylik, shunday joyim. Mana. Kattaroq oldik. Mana yerda tochkalar qo'shish mumkin. Tochkalarni ketma-ket qo'shib chiqarasizda. Tochkalarning o'zini balandligini berishingiz mumkin. Misol uchun, men bu tochkani ushlaymanda, sal teparoq ko'taraman yokida men bu yerga balandlik berish mumkindir. Men 200 deyman, ketdi mana. O'sadi. Men sal pastroq balki. Mana shunaqa tochka yozishimiz mumkin. Mana. Ko'ryapsizda? Даже bitta komponentlar qo'shib chiqish mumkin-da. Ya'ni qo'shimcha daraxtlar, boshqa elementlar, yo'llarni, masalan, asfaltlarni hammasini qo'shib chiqish mumkin. Buni hammasini Revitda o'zida qilsa bo'ladi. Tushunarli? Endi game planning rabochkasini odatda AutoCADda qilishadi. Ya'ni birinchi navbatda bizga arxitekturasi kelishidan ham oldin o'zi game plan qilingan bo'ladi-da. Ya'ni game plan rabochkani odatda AutoCADda qilishadi. Chunki AutoCADda game plan rabochka tezroq bo'ladi. Nisbatan tezroq bo'ladi. Tushunarli? Unda obyekt yozib turmaysizda, prosta o'sha formani qayta bo'lishini, sxemasini chizib turib, chunki AutoCAD misol uchun 2D chizma uchun eng yaxshi variant. Lekin arxitektura uchun, konstruksiya uchun hozir variant emas. O'sha eski chizim. Bu faqat 2D chizmalar, uchun naqsh chizmoqchisiz, Revitdan ko'ra AutoCADda chizish tavsiya qilamiz. Chunki AutoCADda tezroq chizasiz. Chunki AutoCAD 2D uchun. O'zi AutoCADdan o'z qo'yilgan 2D, 2D. 2D uchun AutoCADdan zo'r variantni bilmadik. Dasturlar ko'p, lekin AutoCAD yaxshiroq variant. Tushunarli? Lekin BIMda ishlaymansiz, BIMda Revitga ishlash kerak yoki shunga o'xshagan dasturlarda ishlash kerak bo'ladi.
Gameplan rabochkasini ham AutoCADda ko'proq qilishadi. Chunki AutoCADda qulayroq variant. Bizda endi qachonki to'liq bilim o'tadigan bo'lsa, menimcha 15 yilda bor bizga hamda. 15 yilda xudo xolasa to'liq bilim o'tilgandan keyin bu maksimal jihatdan ko'radigan bo'lsanglar, shu bilimni faqat Revit emasda boshqa dasturlarga ham o'tishimiz kerak-da. Qolgan mutaxassislar ham o'sha dasturni o'tib olishsa, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi ekan. Ishlarimizni o'sha to'liq bilimda bo'lgandan keyin AutoCADni unutsak bo'ladi. Lekin hozirgi kungacha baribir AutoCAD bor, chunki bizning hamma chizmalarimiz hali o'tolmagan bilimga. Mutaxassislar yetishmayapti. Tushunarlimi? Tak, bu masala bolalar keyingi darsini sizlar bilan ko'rishamiz. Xudo xolasa keyingi darsdan biz Revitdagi asosiy birinchi darsimizni boshlaymiz. Bugun faqat sizlar bilan tanishuv va kirish qismi bo'ldi. Savollar bo'lsa, qolganlarini guruhga yozib yuborasizlar yoki yetishga o'tishingiz mumkin. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz. Unda hozircha stop.